Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasining aziz ko'rarmanlari. Bugungi siyosat maydoni saytimizga Germaniyadagi obzorchi Abdurimjo apandim bilan Turkiyadagi diniy sodin Abdulla Qarojimni taklif qildim. Suhbatimizningki temasi Sharq Turkistondagi hijrat tablig'i, hijrat safari va Uyg'ur qurolli kuchning vujudga kelishiga bir nazar. Buningda biz vatanimiz Sharq Turkistonda bir mahal hijrat eqim paydo qilgan diniy tabliğlar, shundoqla bugungi Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchniki kelib chiqishidagi sabablarni muhokama qilamiz. Assalomu alaykum Abdurimjo apandim, Abdulla Qarojim Uyg'ur choyxonasining naq maydon suhbat programmasiga qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydondan qatnashib berganliginizga samimiy rahmatimni aytaman. Aleyküm assalam, sizga rahmat. Oldin qatam Abdurimjon bilan Nurmamat Musaboyev apandim naq maydon suhbat jarayonida Abdulla Qarojim naq maydonga telefon qilib o'zining fikrlarini bildirgan edi. Vaqt masalasi bilan bu temani ayrim bir programma qilaylik deb bu programmani bugun elib berildi. Bugungi suhbat o'zgacha bir suhbat, chunki suhbatga qatnashuvchilar fikr jihatdan bir-birsiga muxolif keladi. Halbuki mana bu nuqtani suhbatning jini deb qarayman. Chunki ular bir masalasida o'xshamagan nuqtada turib munozir qildi. Abdulla Qarojim hijrat qilish tashviqoti bo'libmi Iroq, Suriyaga berish haqidagi tabliq qilish bilan vatan tunilgan. Hatto bir qancha yildan oldida Xorasonga yig'ilish haqidagi so'zlagan bir so'zimi kuchli ta'sir qo'zg'agan. Abdurimjo apandimdan bo'lsa hijrat tablig'i gumon bilan qaraydiganligi ma'lum. Ya'ni u Xitoy hukumati Uyg'urlarni haqiqatan terrorchi qilib ko'rsatish uchun hijratga yo'l qo'ygan. Bo'lmasa Xitoy nima uchun hijratga qarshi tabliq qilgan mo'llalarni tutib sulab qo'ymay, balki hijratga chaqirgan mo'llalarni tutmay kangni qo'yitdi deb qaraydi. Ya'ni hijratga chaqirgan mo'llalarni qo'yib bir tutmay, hijrat qilishga qarshi turgan mo'llalarni tutib sulab qo'ydi deb qaraydi. Demak, bugungi suhbatning hijrat masalasiga bo'lgan farqli ko'z qarash ustida bo'ladi. Bu jihatdan aytganda, bu suhbatni o'xshamagan nuqtadan fikr qilganlar taklif qilgan tunji suhbat desak bo'ladi. Bir-biriga qarshi fikr qo'yilsa, uningdan haqiqat nuri chaqnaydi degan tamsil bo'yicha bu munozara keskin bir munozara bo'lg'isi. Anglag'uchilarni uningdan ba'zi nuqtalarni oydinlashtirishi mumkin. Ya'ni shu demoqchimanki, bu odatdagi suhbat emas, balki keskin munozara. Shunga bu ikkilanning munozir axloqiga rioya qilgan asosda munozara qilishni umid qilaman. Biz Uyg'urlar tarixdan buyon siyosatning qurboni bo'lib kelyapmiz. Ko'ryapmizki, siyosat Xudoni, payg'ambarni, ota-ona va qarindosh deganni birga qayirib qo'ydi ekan. Kuch, huquq va iqtisodiy manfaatdan boshqa to'lamaydi ekan. Shunga Qarojimning bu masalaga dunyo vaziyatidan nazar solishni, Qur'on, hadislardan naql keltiribla qarshi tarafning og'zini to'qlab qo'ymasligini. Savollarga javob berganda hammaylar biladigan yoki anglab qo'ygan tabliqlarni takrorlamasdan reallikda nima bo'lsa shuni o'ttirib qo'yishni, o'tgan tajribalardan nimani his qilgan bo'lsa shuni bayon qilishni, eng muhimi savollarga obyektiv shaklda javob berishni umid qilaman. Bugungi suhbatniki asosiy nuqtalarini bir qurib bo'ldim. Bu mehmonlarni butun diasporadagi Uyg'urlar yaxshi taniydi, shuning uchun bularni tanishtirmayman. Savolga bevosita kiritaylik. Birinchi savol: hijrat qilish chaqiriqi vatanda qachon boshlandi? Uningga sabab bo'lgan omillar nima? Xitoyning buningda hech qanday qo'li yo'qmi? Bu savolni eng dastlabda Abdulla Qarojimdan boshlaylik. Xo'sh, Abdulla Qarojim, ekran sizlarda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdurahimjon, peshqadam obzorchimiz hijrat, jihad masalalariga boshdan oyoq gumoniy nazar bilan qaraydigan do'stimiz Abdurahim Gani ve barliq ko'rarmanlarga hammalarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Men qarindoshimlar İstanbul'dan Abdulla Qarojim, taxallusum Uyg'uristoni. Yani Abdulla Qarojim Uyg'uristoni izini buldu. Uyg'uristoni taxallusini qo'llashimdagi sabab İstanbul'da hem alim, hem qari, Nurg'ulg'an İslam Üniversitesi'ni bitirgan, men biladigan 12 Abdulla Qarojim var ekan. Şunu biz birbirimizden özümüzni taxallusimiz bilan ayırıvamısak, birbirimizning mas'uliyati birbirimizga ayrılışıp ketganlik sebebidan men Uyg'uristoni taxallusini o'zimga tanladim.
İnşallah Teala bu tahallusum avlatlar için biraz kaladı. Men vatanda bir diniy ailede dunyoga kelgan. Mening dadam ne? Mushu chet eldagi ko'plagan qarindoshlar ham biladi. Balkim Yevropa, Amerikalardan biladiganlar bilishi mumkin. Mening dadam tasavvuf, ya'ni İşan Sıkılarning tasavvuf aqamidagi koni aqimdagi olimlar. Bizning buvimiz Baqaxulluqimmi vatanda mushu diniy madrasada dars o'qitib ketgan. Xotanning islomlashish jarayonida tunji qatim selingan Qarqash, Tibet, Chaqar yezi, Chaqar madrasa degan shu madrasada mudarrislik qilib dunyodan o'tgan mening buvim Baqaxunim. Baqaxunimning taliblaridan Abdullah Mahsumajim, Abdullah Ruzi Damullajim, shu Baqaxunimning taliblari. Baqaxun dadamning cho'ng dadasi Subbutullah Mavlevi Damullajim Xotan islom inqilobida Xotan islom hukumatining moliya ministeri mas'uli bo'lib, Yakanni ozod qilish urushida Yakanda shehid bo'lib, Yakan Jallatxonim qabristonligida dafn qilingan. Mening nasabim shunchalik. Yana dadamning dadasi 20 necha bo'lgancha men bilaman. Xo'sh. Endi hijrat masalasi qachondan boshlangan desa, mening bir degan javobim bu dunyoning beshi hijrat bilan boshlangan deb javob beraman. Ya bizim vatanda Sharq Turkistonda Beşe kelime bu dünyanın beşi hicret bilen başlangan. Adam atam cennette yaratıldı, zeminge hicret kıldı. Biz evlatları zeminden zeminlağa bülendik, hicret kıldık. Hicret tarihi, bütün milletin hicret tarihi var. Hatta ki muşu Gümsandağ'ın berpa bulup çıkış tarihi, kalbi kazanış tarihinin açıkça ne medisi hicret de qarayma. Xitayning 20 ming chaqirimlik uzun safar deydigan bir hijrati var. Muşu hijrati bilan Xitoy alvasti mavzudon la'nattakkur o'zining harbiy kuchini saqlab qolish orqali hijrat bilan hozirgi dunyoga tahdid sola oladigan, bizni ishg'ol qilib ola oladigan kuch-quvvatini saqlab qolgan. Endi bizning hijratimizga qaraydigan bo'lsak, bir nechaga bilishga to'g'ri keladi. Tarixda bizning ota-bobolarimiz Xitoyli bilan Hulla davridan tortib, mush Turkiyaga kelgan, Osiyoga kelgan Uyg'urlar biyak qilish yangi emas. Uyg'urlarning hijrati 1070-yildan tortib Suriya, Iroqlargacha boshlanib, dunyoga Iroqlargacha hijrat qilgan. Bu bir mavsum Uyg'urlar shu Uyg'uriston tuproqlari, Mo'g'uliston tuproqlari, hozirgi Sharq Turkiston deb atalgan O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning tilicha Uyg'uriston, ma Turkiyadagi qarindoshlarimizning tili bo'yicha Sharq Turkiston, ya'ni Doğu Turkiston deb atalgan tuproqlarda bizning ajdodlarimiz necha yuz qatim hijrat qilgan. Hijratning Uyg'urcha ma'nosi ko'chman bo'lish. Bu ko'chmanlik masalasi biz Uyg'urlarning beshida tarixda tugamadi. Bizning mush ko'chman bo'lish masalasining boshdan oxir qaraydigan bo'lsak, ishg'olchilar yuzidan bizni ko'chman bo'lishga majbur qildi. Her bir millet yurtidan ko'chman bo'lib ketgan bo'lsa, o ishg'olchilarga qarshi turib, vatanni, davlatini qo'g'dashga ojiz kelgan vaqtda ojizlikdan kelib chiqadigan bir narsa o'zining mavjudiyatini saqlab qolish uchun insondan tortib hayvonga qadar hammasi o'zining yayligi, o'zining zemini, o'zining davlatini o'zini qo'g'dab qilishga ojiz kelsa, hijrat qiladigan bu tabiatning qonuniyati bo'lsa kerak. Chunki bu yer sharidagi odam atamning tunji hijrati jannatda yaratilib, zeminga hijrat qilishi bilan boshlangan bir hayot bo'lishidek bu reallik bilan uning avlodlari hech bir zaman hijrat hadisidan qutulolmadi. Endi biz Uyg'urlarning yangiroq zamonlarga qaytib hijrat qilsak, 1860 O'rta Osiyoga Uyg'urlarning ko'chib chiqish hijratlari va uningdan boshqa mana Shinsayning davrida hijrat qilib ketganlar. Gümsandağ lan Gomindan kilishdan ilgari hijrat qilgan bir turkum Uyg'urlar var. Gomindan gumron bo'lib, Gümsandağ kilish oldida hijrat qilgan, Saudiya Arabistonga hijrat qilgan 100 ming oilalik, hozirgi Kashmir, Pokiston, mushu Turkiyaga taralgan koni Uyg'urlarning hijrati. Mavzudan la'nati kelib bo'lgandan keyin sizlar chet ellik bo'lsanglar chegaradan chiqishga ruxsat qo'yamiz. Chiqitib olishni xohlaganlar chet eldan kelganlar. Chiqitibanglar deb 64-yili Alvasti Xitoy eshaklar bilan Yakandan Qashqardan bir necha ming Uyg'urlarni chiqitib olishga ruxsat qilgan ekan. Demak,
Uyg'uriston tuprog'ida Xitoylarga lozimi adam lozim emas. Tuproq lozim emas ularga. Adami yetkichi baqirib qo'ng'izdan ziyoda. Mana 64-yil chiqib olgan hijratlardan bir necha ming Uyg'ur Kabulda yerleşib qolgan, Pokistonda yerleşib qolgan hozir hayoti tahdidda turayotganlar. Saudiya Arabistonga ketgan 100 ming oilaga yaqin Uyg'ur, Turkiyadagi Qaysariyadagi Uyg'ur mana shu hijrat qilganlar. Endi bizning hijratimiz uningdan boshqa mushu Sharq Turkiston davosining İsa Yusuf G'olibnikidan hozirgacha bizga kelgan Mamtimin Bug'rodin tatib chiqqanlari mushu hijrat muhojiratdagi davosidan mushu davoni saqlanib qoldi desak bo'ladi. Bo'lmasa bizning Sharq Turkiston tuproq ichida bizning davlatimizning mustaqil davlatligini biladigan, Sharq Turkistonlikini biladigan, ichki jumhuriyatni biladigan, Uyg'uriyat davlatini biladigan avlodlar qolmadi. Bizning ichki jumhuriyatimizning mustaqil bo'lish ochqichining yiqilish tarixiy jarayoniga qaraydigan bo'lsakmi, ular yiqilish tarixiy jarayonini Uyg'uristondan emas, bizning bilim, ilm ziyolilarimiz Xo'janiyaz Azim bo'lsin, yana birisi bo'lsin, O'rta Osiyoga, hajga, Kabulga, Rossiyaga berish orqali, necha qo'yga bidon qurollarni tegish orqali, yana chet eldan aql tepib, chet eldagi qisman bilim egalarining planlari bilan yana vatanga mustaqillik o'tiri yiqilgan. Endi Uyg'urlar 80-yili mavzudan la'nat takkur 78 o'lab, 83-84-yili Alvasti Xitoylar chet elga bir turkum tunji qatim 30 yil ishni taqib etgandan keyin chet elga bir tunji qatim qo'yib etdi. Bu vaqtda Pokistonning shu o'lib ketgan, qasdab o'lib ketgan prezidentlardan marhum Ziyoilaq, Muhammad Ziyoilaq huquq ustida bor vaqtganda Saudiya Arabistonida Melik Faysal hükümdar vakit Sovet İttifakı Afganistan'ı as gumbanıştı besip algan muşunun ödül kelgen vakitler. Del muşu vakitlarının üzgü toğru kilip mavzudun ülep Xitay tunji qatim taş kurgan bile Pakistan yolunu hac yolunu açıldı. Hem de muşu hac yolunu içiş maşini bilen hac yolunu iç jaryanıda bizden chet elge tunji qatim hicretçiler çıktı. Mene muşu Siracı'dan Azizidin tatip Abdullah Uçkun Muşu jarayonda muşu Pokistonga chiqib dastlabki ilmni Pokistonga elib, Pokistondan Saudiyaga yo'tkalgan, Pokistondan Misrga yo'tkalgan, Pokistondan Turkiyaga yo'tkalgan minglagan o'quvchilarning tunji hijrat tarixi, ilm hijrati mana 80-yili boshlandi. Endi chet elga Uyg'urlarning qochoq chiqish yo pasport bilan chiqish hijratlari bu bizlarga 2012-yili zo'r ko'lamlik, ya'ni tunji qatimdek olindi. Bu tunji qatim emas. 90-yili etrafında Pakistan'da binazar buttu hakimiyet tutup turayotgan vaqtda bizning vatandagi qarindoshlarimiz qog'iliq orqali, Gilgit orqali Pokistonga o'tgan, nurg'un qarindoshlar asir tushgan, Hindistonga o'tgan, Nepalga o'tgan, shu vaqtda qarindoshlarimiz chet elga chiqib bir harbiy kuch to'plash orqali vatanni ozod qilish ustida izlangan. Abdurahimjon do'stimdan tartibmi chet eldagi qarindoshlarimizmi nurg'unlagan qarindoshlar bizning hijratlarimiz bir nuqtaga yig'iladi. İlim hicreti. Allah'ta Xitoylar vatanga bizga fanniy ilmlardan yuqori o'qish imkoniyatları bermedi. Dini ilimlerde yuqori erkin o'qish imkoniyati bermedi. Ticaretde imkoniyat bermedi. Yashashda imkoniyat bermedi. Sonra ticaretde imkoniyat bermedi. Nega bo'lsa, Xitoydan eshitib qolgan yuqinda saqinda bir imkoniyat bor. Xitoy bilan mangu o'xshash bir imkoniyatga erishilmadi bizning xalqimiz. Şuna bizning xalqimizning chet elga chiqqan hijratchilar, Amerikaga chiqqan olsun hijrat aşı, Kanadaga chiqqan olsun hammasi hijrat. Ba'zilar fanniy ilm hijrati, ba'zilar diniy ilm hijrati, ba'zilar ticaret hijrati, ba'zilar tinch amallik hijrati, ba'zilar dinini saqlab qolish hijrati, ba'zilar Uyg'urning eng ig'ir, Uyg'urning eng kuchli davri bilisizlar. İkinci Cumhuriyetimizdeki 30 bin kişilik armiyamiz Manas daryosi bo'yida to'xtatib qo'yilgan armiyaning milliy armiya sifatida Xitoy Alvastlariga ketib etilib, yo'qitilib ketgandan kam qolgan askarlarni Hindiston urushi qo'zg'ab, Hindiston urushiga bizning milliy armiyalarni olib, hammani shu urush qoldim hisob o'ltirib Xitoylar. Milliy armiya umuman tugitib etdi Hindiston urushi. Shuningdek bizning xalq milliy armiya yuzi qarab boqmadi. Yani bu hicretçilerin içinde chet elde bir milli armiya berpa qilib, vatanni qaytarilish azatlık yolida hicret qilgan ma hicretçiler hem var. Bu köpsallıkni egallaydi. Endi Xitoydan hicret kimi gumon bilan qaraydi. Mesela müsü qitimlik
Xitoylarning pasport elib, Xitoylarning Enchanchuning tasdiqi, Guanzhouning tasdiqi, Xitoylarning cho'ng kichik butun bexatarlik idorasining tasdiqlari bilan o'tab chegaradan chiqqanlar gumonsiz. Bularning ustida birisi gumon so'rab boqmadi. Ammo bizning qarindoshlarimiz Qashqardan, Xotandan, bizning vatanimizning har qaysi rayonlaridan ichkariga chiqib, Yunnanga kelib, Yunnandan Birmaga chiqib, Birmadan Laos, Tayland, Malayziya orqali Turkiyalarga yetib kelgan hijratchilarning ustida nurg'unlagan ularni Xitoylar siyosiy istixborot o'yinlari bilan barliqqa keltirib yo'llarini ochgan. Bo'lmasa Xitoyning aşı zeminidan pashi qechib chiqitalamti, kumut chiqitalamti, chivin pasportsiz chiqitalamti degandek necha 10 minglagan aşı hayotini do'g'ri tikib chiqqan hijratchilar ustida gumon paydo qilgan nutqlarni hammaga angladinglar. Buni bilamiz. Endi bizning xalqimiz mush 2013-yildagi vatanning har qaysi yerlaridan ichkiriga kirib, ichkirdan Yunnanga kelib, Yunnandan Birma Laos orqali kelganlar bor. Ichkiriga kirib, Harbindan Rossiyaga chiqib, Rossiya orqali kelgan hijratchilar bor. Qumulga kirib, Qumuldan Mo'g'ulistonga chiqib, Mo'g'ulistondan kelgan hijratchilar bor. Meni so'rasanglar. Qarajima timine sel jigaylik asas Hadi bütüytme. Vatandan Şizang'a çıkıp, Şizang'dan Nepal'a çıkıp, Nepal'dan kelgan qarindoshlar bor. Endi mushu vatandagi hijrat yo'li biz Uyg'urlar aslında pasportsizmi davlatga kelgili buldiganligini 2010-yili boshlanibdi. Chunki 2010-yili bizning Yunnanda, vatanda, Chigiralida bizning vatannimiz Qashqadaryoda ochgan yo'l deb qarayman men buni. Bizning Qashqadaryo deydigan bir teshimiz bor, bilasizlar. Bu Xotandan boshqa Xitoyning Yunnan o'lkasi, Yunnan bilan chegaradosh Birma rayonidan eng dangliq qashtoshlar chiqadi. Müsü Qashqadaryo ko'laydiganlar, sotadiganlar chiqish manbasini nerede o'zi topadi izlab. Muşularning Yunnanni tepish, Yunnanga bosib, Yunnanliklar bemalol pasportsiz qor yo'l bilan Birma tarafga, Laos tarafga, Tayland tarafga o'tib ketadiganligini ko'rib cho'ng'ilaqli ular. An mashhad Uyg'urlarni sapaqsaq qanday ular menib baqsaq dedik. Biz Xitoyning chegarasidan biz Uyg'urlar uchun tunji qatim bo'g'ini bilan chegaradan pasportsiz o'tash, Allohning Xitoylar uchun tarixdan bir uchuq yo'l ekan u. Allah'ta Xitoylarning Gumsandan kelishdan burun tatib, ichkirdan menib Tayland Laosdan o'tib, Malayziyada yerleşken Xitoylar bo'lsin, Malayziya nüfusining 20% yetadigan. Indoneziyaga kelib yerleşken 20 millionga yaqin Xitoy bo'lsin. Bu chet elga tarqagan Xitoylar hammasi pasport bilan emas, qochoq yo'ldan kelgan ekan. 80-yildan tatibmi Amerika, Yevropani bosgan Xitoylar pasport bilan emas. Açık Xitoylar her kuni Tayland, Birma, Laos, Malayziyaga qochoq yo'l bilan Amerikalarga chiqib, bu Xitoylar uchun tarixdan bir yilmi to'xtab qolgan yo'l emas ekan. Chunki u Uyg'urlar ochgan yo'lmi emas, Xitoy kompartiyasi ochgan yo'lmi emas, tarixdan bir Allah Xitoylar o'zi echib, 100 million, 200 millionga yaqin Xitoy shu qochoq yo'lidan dunyoga taragan bir yo'l ekan. Endi Uyg'ur shu yo'lni 2010-yilda bilib qoldi. Uyg'urning bilib qilish, Uyg'urlar yolg'iz maqdimi shu yo'ldan desang ya. Xitoylar bilib bayini ko'chman Xitoylar. Shu Xitoylarning sayesinde bizning qarindoshlar, shu Xitoylarning tarixdan bir menib kelgan. Hozirmi uchuq yo'l tiqta qolgani yo'q. Hozirmi Xitoylar shu yo'ldan kelyapti, Turkiyaga kelganlar bormadi yaqinda. Shu yo'ldan menish orqali bizning qarindoshlarimiz Taylandda tutib yotadi, buni bilasizlar. Kambodjada tutulganlar var, Vietnamda tutulganlar var, Birma'da tutulganlar var, Laos'ta tutulganlar var, Hindistan'da tutulganlar var, Malaysiya'dan salamet meşi kelganlar var. Malaysiya'daki ballarını orunlaştırıp Türkiye'ye sağan 20-30 ming Uyg'urni meşaga sağan mesul bo'lgan ballarını ahirgi mezgillerde 16'ga yaqin hijratga mesul bo'lgan ballarını Malaysiya hukumati tutib olib Xitoyga o'tkazib berdi. Endi bizning hijratimiz Türkiye'ye kelgan hijrat, ma hijratchilar maqsadi qanday kelgan degan Mavlaning hijratini arim maqsad bilan maqsadlantirmoqchi bo'lsak, ilgirki qatimlardagi hijratlar ilm uchun, tijorat uchun, dinni saqlash uchun, fanniy ilm, diniy ilm har xil sabablar bilan aralash. Ammo ma 2010 qilingan hijrat buning ichida pul tepish, ilm o'qish, tijorat qilish uchun maqsad qilinganlar menimcha asosan yo'q. Xo'sh, qarajima bir jigaylik gap uzrab ketdi.
Oral elip, chet elde bir milli armiya kurup, milli armiya küçüyle vatanga qaytib, Allah'sı Xitaylarning xeyini asmanga qilib, heyya dese heyya degizib, vatanimizni azat qilish urushi uchun belini bağlab atlangan jangchilar deymiz. Xo'sh, 90-yilning 5-dagi bir hijrat va unda qilib va ash vaqtdagi shu bilan shu qisqacha so'zlasa, aniq Abdurimjon akamiz bilan bir qarshi o'zim fikrini bayon qilsa. Dastlabki hijrat 90-yilning 5-yili va sizlar aytdi. 90-yılın başlarında başlangan hicret, desktopta ilim için başlangan hicret bu karıslar. İlim için Pakistan'a başlanıp, Pakistan'a chet elde Uygur okuyucularının desktopta en zor kilemde toplangan devleti Pakistan. Pakistan hükümeti şu vakitteki bundak buluştaki sebep, Pakistan'ın şu vakitteki prezidenti Muhammed Ziya-ül Haq, bunun atı bu ecdadı Kaşgarlık deydi. Bu Uygurlar'a nait köngül bilgen. Uygurlarning hajjulini tunji qatim ochgan. Bizning Xotan, Qashqa, Urumchida necha million Qur'on ekirib, bizning vatanda bir tal Qur'on topqili bo'lmaydigan vaqtda vatanda Qur'on ta'minlagan. Bu o'quvchilar chiqsa Pokistonning har qaysi maktablariga o'rinlashtirib, bu bolalarga ko'ngil bilgan. Hatto Islom Obodda Uyg'ur hojilarni kutib oladigan haj karvon yotqi qurib, Muhammed Ziya-ül Haq Abdülhakimxon Mahsumacım ustazımız başçılık Şarkı Türkistan'dan tuncu qatim Türkümde çıkan hac ümitini Pakistan'ın aşo çigrası sos diye yergeçi berip kütüp algan. Ulanı ekilip Pakistan'ın üstü yerleştirip hac karvanında hatta ki Saudi'nin uçağında Xitay ile diplomat ornatmagan Saudi. Saudi'nin Pakistan'ı konsulxanasında vizelerini koydurup arpilen biletini üzü elip Pakistan PIA degan arpilan yoludun hava yolunu o'rinlashtirib, hajgichi berish yo'llari chiqimi. Pakistan gaplarni kesayotdim. Diqqat da'vatimiz u hozir qilayotgan masala biz birinchi qatimliqini da'vatimiz 90-yildan 5-ga masalash Hasan Maqsud qatorliqlar Qur'onlik nimiz chiqimiz deb turgan shu yerga kiraylik, shuni bilan bir akam tugitaylik. Tamam. Mush ashyadan boshlanadi. Aşı Pakistan'da Muhammed Ziya-ül Haq'ның köngül bilişi bilen chet elge dest taptırmış 30 yıl Xitayning Uygurlarning tuluk alimlerini solap tutup jazalıgandan keyin mavzudan ilap tunji qatim chegara echilish bilen mushu hadisi bilen Pakistan'da nurg'unlagan madrasada bir 2-3 ming bola dastibida bu jihad qilib chiqqan bola emas, ilm elish uchun chiqqan bola. Bularning ichida sizlar bildigan Sirajiddin Azizi, Hidayatullah Oğuzhan Hacım, Mirkamil Qashqari nurg'unlagan bolalar bor. Mushu bolalar Pakistan'da o'qib, bu yerda oldi ilm bilib, masalan, bularning ichida Avstraliyalik Abdusalom Qarajim bor. Nurg'unlagan bolalar bor. Mushu Pakistan'da necha ming o'quvchi to'planig'liq. Ko'sani ustoz shu vaqtda. Mushu o'quvchilar toplanıp turvatkan vakitte bular başta anda urushga jidalga aralashadiganlar emas. Bular medresinin bolaları. Bular o'qib Pokistonda Shabnam Hotel deydigan bir vaqti yotoq va Saudiya Arabistonidagi hojimlar olgan. 200-300 hoji talib sig'diralaydigan. Taliblar Mashhaddan kelib medres shu yerda jam bo'lib Pokistonda o'qib, har qaysi madrasalarda o'qiydi universitetlargacha. Mushu bolalar to'plashib turvatgan vaqtning o'zida bu bolalarning ichida İsmail Qarim deydigan marhum bir qarindishimiz bor. Bu mushu qurolliq jihad inqilobining boshchilaridan birisi deyishga bo'ladi. U Hasan Maqsumning kattaroq olim. Yangi Soliq. Abduqodir Yapchanmi shu chog'da bor. Abduqahhorkam bor. Yusuf Qarim bor shu vaqtda. Hozirgi mushu chet eldagi peshqadam inqilobchilar hamma shu Pokistonga to'plangan vaqtning o'zida dastlabda Hasan Maqsum qurgan tashkilot emas bu. Bu tashkilotga Ko'sani ustoz boshchilik İsmail Qarim bu vatanda o'qib, bu Pokistonda bu kitobni varaqlab Xitoyni qo'g'lab bo'g'ilib bo'lmagadek, biz Afg'onistonga kirib, ashyoda qurol etishni askariy mashqni uyg'unib, tashkilotni qurib, vatanni ozod qilay degan irodani o'ttirib qo'yib, mushularning ichida İbrahim Damullahmi bor shu vaqt Pokistonda. Kanada'daki. Bu vaqtlarda yil sonini bir bilasizlar, shuni bilasizlar. He? Yil sonini bir bilasizlar, qancha yilnisi?
Muçu Afganistan'a bizning jamoatning kirishni boshlagan vaqti 96 yil. Xo'sh. 80 80. 83 84'ten chet elga etilgan hicret Pakistan'da 3400 o'quvchilarni yetishtirdi. Bular 96 yilga kelguncha anda qurolli tashkilot va hokazo qurmagan ular. Bunda tashkilotga aralashmagan. 96 yillarga kelgan vaqtda Abduqodir Kam, Abduqahhor Qarim, Yusuf Qarim, İsmail Qarim, İlham Efendim degan shu. Shu Abduqodir Kamlar, Abdulhakimxon Mahsumajimlar, shu tavarruk peshqadamlar 96 yilga kelgan vaqtda vatanni qurol bilan ozod qilish ko'rishidagi bolalarni tanlab Afg'onistonda bir tashkilot qurdi. Muçular Afg'onistonda mush tashkilotni qurib turayotgan vaqtda biz Uyg'urlar bir ishni qilmasa odatda hech kim qilmaydi. Birisi qilsa hammalarning qilg'is qildi. O'g'risimi, to'g'risimi? Shu vaqtdami shu Afg'onistondagi tashkilot, masalan, bizning Uyg'ur bir shaharda oshxona ochmaydi. Bir Uyg'ur açsa hammasi oshxona ochib, aqmug'ida qilib o'tmas hisob emas. Bir davlatda navoiyxona ochmaydi, birisi o'qib, birining navoiyxonasi ochsa, hammasi navoiyxona ochib, navoiyxonani taqib etmasi hisob emas. Bu shunday bir millatmiz. Endi shu vaqtda Afg'onistonga kirib shular, Oğuzxonaj, Hidayatullo Oğuzxonajim, bir Kamil Qashqari, Abduqodir Yapjan, Yusuf Qarim, Abduqahhor Qarim, İlham Efendim, Abdusalom Qarajim, Muşu qatarlıq adamlar Afg'onistondagi shu tashkilotlarni qurib, marhum Abdulhakimxon Mahsumajim qatarlıq turayotgan vaqtda chet elga hozir Uyg'urlardan qochib qochqin hayotda yashayotgan Memtimin Hazrat yozuvchi, Germaniyadagi Abdulhamid Tursun, Kanadada 10 yil Uyg'ur davosidan qochib yurgan G'ulom Efendim bilan Muxtar Efendim Abdullahnur Qarajimni shu vaqtda o'xshashlar Pokistonning tavallikidagi Azad Kashmir degan rayonda yana bir jihad tashkiloti qurib chiqadi. Afg'onistondan keyin Uyg'urlar Azadlik Sharq Turkiston Azadlik tashkiloti deb. Bular Uyg'urlarni Pokistonga vatanni ozod qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlar ikki yerga bo'linibdi. Birisi Afg'onistondagi hozirgi Hizbul Islomiy Turkistoniy tashkiloti. Yana birisi Kashmirda turayotgan Memtimin Hazrat boshchilik, G'ulom Efendim, Abdullahnur Qarajim, Memtimin Hazrat, Abdulhamid Tursun boshchilik, ya'ni Kashmirda ochgan Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti. Her ikkilisi vatanni ozod qilmoqchi. Şuna bizning oyada qurilgan jihad tashkiloti bir emas, ikki. Endi müçü tashkilot qurilib turayotgan vaqtning o'zida bu boshda muvaqqat amr tayinlanadi. Bu jamoatning asos boshlanib turib Qarajim kelimiz, yana ikkinchi savolga kelimiz bu nuqtaga. Hozir endi xo'sh, sizning gaplaringizni shunday kesdim. Tamam. Vaqtda endi Abdurjakimiz deylik, birinchi savol dedik, endi Qarajim jiq nima qildi? Hicret qilish chaqirgan vatanni qachondan boshlandi? Uning sabab bo'lgan omillar nima? Xitoyning buningda hech qanday qo'li yo'qmi deganga hozir Qarajimning so'zlab tugatdi. Yani xo'sh, buni siz qanday qaraysiz? Yo'q, Qarajim yaxshi izohatlab berdi. Yana uni qanday nima deyishga to'g'ri keldi. Endi deymizga, endi Xitoyning qo'li bormi yo'qmi? Endi hicret Xitoyning qo'li bor, yo'q, ekanligimiz aniq tursa, chegarani shunda echib qo'ysa, pasport bilan kelsa-ku, ma'qul, pasport ishlatibdi, soqchi idorasini epdi deymiz uni. Mayli Xitoy chat chiqib bizga ishlab berdi pasport bersin. Mayli normal sayohatchi tariqasida chet elga chiqib tuqqa yo'qlashga pasport bersin. O Xitoyninki elgikidan o'tib, tasdiqdan o'tib, pasport elib chet elga chiqqan bo'ldi. O pasportlar andikin jihad qilgan maydonga ketadi, maktabga kirib o'qimdi yoki sayohat qilib qaytib ketamdi, yo tijorat qilamdi, yo qo'qqanchilikda chet elda to'xtab qolamdi, vatanga qaytsam bo'lmag'idek deb. Qanday bo'lmasin, qo'lda pasport bilan chiqib ketgan bo'lsa, o aniqlam. O Xitoyning elgikidan o'tib chiqqan bo'ldi. Mayli yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. Ammo 10 minglab quchoqdagi bola bilan qator karvon bo'lib ketayotgan bir odamlarning o'zini endi buni qo'pib Xitoy echib qo'ygan yo'l bilan boshuna chiqib, hamma yerga kattoq deb Qarajim uchiqlab beryapsa, endi uni yana qo'yib, yana Xitoyning quli bormi deyishga gap qolamdimi?
Çünkü miyakma sual Ya oylab beqim, şu chegaraning o'zi shunda elchi qo'yish u qandoq davlat bo'lib turalaydi u. Agar bir odam, 3 odam, 5 odam, 10 odam o'tib ketsa o boshqa gap. Na? Minglagan odamlar karvonda quyruq uzilmay ketib qolgan bir yo'lning o'zida endi buni Xitoy uqmay qoldi. Shunda bir elchi qo'ygan maxfiy yo'l bor ekan, chig'ir yo'l bor ekan, shunda ketib qoldik desa, endi buningga haliqi savol ketmaydi boshqa. Uçuk bu. Bir devlet o Xitayning chegarasini o'tib turgan masalanga olsak, Qozog'istondan Arshidin Isroil deb bir bola o'tdi. Shu 2009-2010 yillarda deyman. Qo'rg'osdan chiqibmish Olmaotaning atrofida bir yoki mukib yotgan chog'da aşı bola inson huquqlari BDTning ishxonasiga munosabat qilib, ashadin tutilib ketdi, uni g'uljiga kirib aytyapti deyman. Endi bunda Qo'rg'osga chiqib ketdi desek, Qo'rg'osdan Olmaotaga chiqib ketdi desek, 3 odam, 5 odam o chiqib ketdi. Ba'zida etishdi, chegarani etyapti, qozoq qirg'iz askarlar sezib qolsa. Sezolmay qolganlari maxfiy chiqib oladi, o boshqa gap. Ammo bu yerki gap Xitoyning Yunan o'lkasidan Shamga ketayotgan gap ham yerda. Karvonda quruq o'tib ketayotgan bir gap bor. Oila bilan, bola bilan, quchoqdagi bola bilan, qo'saqdagi bola bilan homildor ayol ham ketayotgan gap bor bu yerda. Yani bunchalar bir cho'ng ishning o'zini qarajim olib, 200 million Xitoy, Amerika dunyoning hamma yeriga qochoq yo'l bilan ketdik ekan, biz shu yo'l bilan ketib qoldik deb endi izohat bersa, buningga endi nima deb javob beramiz? O yerda bu boshqa talashlar qilib onu qilmaydi. Kerimjon. Onu qilmaydi boshqa. Men o yerdan chiqqan hammani Xitoyniki adimi demoqchi emas. Oldi bilan hijrat tabliq qildinglar. Oldi bilan hijrat tabliq qildinglar. Hijratga kishilar qiziqdi, qiziqqandan keyin onunla bir baştan pasport ishlanib berish yo'l qo'yildi. Pasport ishlab berdi Xitoylar. Bir baştan pasportsizmi chiqishilgan. Masalan olsak, Xitoyniki nazorati ostidagi nuqtaliq noyalar bor vatanda. Nuqtaliq yezlar bor. Bu nuqtaliq noya deganlardan odamlar pasport ishlatib chet elga chiqishi intayin qiyin. Nuqtaliq yezlardagi odamlarga qiyin. Shunga o'xshash nuqtaliq kishilar bor. Siyosiy gumonliq deb angalangan yoki siyosiy masalalardan turmaga kirib ketib chiqqan mundaq odamlar nuqtaliq odamlar bo'ldi. Bularning pasport ishlatib chet elga chiqib ketishi o ajoyib bir mo'jizadek bir narsa. Ham bundaqlar qanday qilish kerak degan chog'da bundaqlarga yo'l ochilib qo'yish kerak. Yo'lni ochib qo'ygan chog'da andekin ommaviy chiqitish fursati ashtakiyadan yaratildi. Bo'lmasa pasport ishlatib ommaviy qanday chiqitlaydi? Bir jutdan minglagan odamlar pasport ishlatib chiqsa, haqni gumonni qo'zg'ab qo'ydi. O pasport ishlatib chet elga mingayotganlar o'ylab qoldi. Bizni Xitoy majburiy ko'chirib chiqarib etib turadi. Zaten nima shu buning aqsida deb o'ylaydi. Biz pasport ishlatishimiz arzon emas. Bir muncha pulga to'xtaydi. Ama qochoq yo'l bilan andayken mengishning o'zini buni bexatar deb o'ylaydi. Qochoq yo'lni tushundiradigan sizda yaxshi qarajimli va tabliğini qilib turib, Payg'ambar alayhisalom hijrat qilib manganda, kofirlik qo'g'lab manganda g'ori Hiroga kirib shaydi, mukib yotgan kofirlar ko'rmagan deb o'shuda mo'jizlik tabliğlarni qilishlar. Shuning bilan kishilar buningga ishidan qoyil bo'ldi, mang'udi. Endi bu bir davlat Xitoy davlatidan chiqdi, Taylanddan chiqdi, Laosdan chiqdi, Birmadan chiqdi. Shunchalar davlatninki armiyalari chegarani boqilgan armiyalar yo'qmi? Buni biz faqat Xitoyning istixborot deb qaramaymiz. Men shunda qaramayman. Bu faqat Xitoy, Vyetnam, Laos, Tayland, Kamboja, Singapur, Malaysiya, Turkiya, Suriya mushu davlatlarning o'nlagan davlatlarning istixboroti o'zaro hamkorlashib turib o'tkazildi. Masalan olsak, 2014 yil bo'ldimi, Taylanddan 109 odamni tutib Xitoyga o'tkazib bergan bir masala bor. Shuning orasida yuzlagan odamlar Turkiyaga kelishga ruxsat qildi Xitoy. List chiqarib berdi. Listi bo'yicha yuzlagan odamlar Turkiyaga keldi. 109 odamni Xitoy tutib, kallasiga xalta keltirib ep ketdi. Mushu qaytirib ep ketgan kishilarning orasida 109 Uyg'urning orasida marhum Abdul Ekimxon Maqsumning o'g'li bilan kelini bor. Aşlarının yeni tug'ilgan 10 oylik balisi bilan 2 yoshga kirgan balisini Istanbulga yo'lga sepib bergilik. Ammo o balaning ota-onasini tutib akitigilik Xitoylar. Endi
Bu yerda bu Abdurahimjon siz o'xshashmagan ikki fikrdagi odamning mizon munozarasi yaxshi bo'ldi deb ma ikkimizni talashlatishga urush qilib qo'ymang. Men urushmayman Qarajim bilan. Qarajim siz uchiq odam, hemen uch qashqar deyilgan odam. Ammo haliqi bu odam alayhisalom jannatdan chiqishi emas. Bizningki hozirgi hijrat deb siz o'tirib bu teminingki hijrat degan tema bu 2012-yildan boshlab Suriyaga ehtiyotga uyg'urlar to'g'risida tema bu. Bu hergizmi Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkıp yerge düşüp ketgeni ondan keyin ming yil avvalgi Uyg'urlarniki bu g'arib kutishib Suriyaga kelishi o masala emas. Faqat 2012-yildagi masala. 2012-yildan boshlab 2016gacha 4 yil oralig'ida qancha 10 ming'lgan Uyg'ur xonavayron bo'lib, sarson bo'lib Suriyaga qapsilib qoldi, Turkiyaga qapsilib qoldi. Yo'lda tutilganlar yo'lda tutildi, turmaga o'ldi. Hayot qolganlari Muşunçular sersonlikni kechirdi. Mushu hijratning tarkibida chiqqan Uyg'urlardan 2000 ga yaqin ayollar, uşaqlar Suriyada 40 ming qo'lida asir. Bular qaysi Uyg'urlar deganda Daishning safiga qatilib, xilofat islom davlatiga berib, bay'at qilib jannatga kiramiz deb munda hijrat qilib ketganlar. Bular vatan millat deganda hech qanday aloqasi yo'q. Ham tunimaydi bular. Vatan millat deb o'lib ketgan bu imonsiz ketdi deb turib munda ketganlar bular. Vatandan aşı udul, vatandan masalan 2014-yili vatandan shu nimaga hijratga yo'lga solgan Matto'xtadan bo'lgan deb bir kishi bor ekan xo'tanlik. Buning ismi kitobchidan bo'lgan ekan. Urumchida Nanmang masjidining atrofida bir yerda kitobchi dukunim bor deb so'zlab kiradi. Shu odamni maxsus Turkiston Islom partiyasiga manglar deb adam mangdirdi ekan Urumchida. O adam mangdigan adamlar Turkiston Islom partiyasiga kirmay, ba'zilari Daishni qisqartirib qatlib ketibdi. Bu adam o'zi chiqqandan keyin qarab baqsa, o'ziniki yaqinlarimi Daish qatlib ketibdi. Shuning bilan bu xaf bo'lib, keyin tekshirib baqsa, Turkiston Islom partiyasi bu murtad partiya ekan, bu vatan millat deydigan imonsiz partiya ekan. Shu bu Matto'xta Damollanmi o partiyaning yuzurib Daish qatilganligini so'zlabdi. 2014-yili bu adam o'zi chiqqan chaqda hijrat chiqqan chaqda WhatsApp orqali dunyoga tarqatgan ovozi bor menda saqlaqliq. Endi demak bu hijrat deganda masalan Payg'ambar alayhisolamning hijrati faloni Uyg'urlarning tarixi bunda hijrat degan chaqda bu chaqda podsholar va qabila boshlig'i va yetaklagan payg'ambarlar bor. Ammo 2013-yildagi hijrat nima hijrat desanglar, qo'tanning og'zini ochib, jangalga qo'yni quyib yetiqliq degan gap bor. Çıkan ne vasam ba, büyüyemdu, yol vasayamdu mağdur. Onun da yetekleyen bir padisi yok. Vatanda taqlidlik qilib, sizlar hijratga qiziqtirib, hijratga yo'lga solgan bo'lsanglar, aşağı chiqib jihad tayyorlanglar, qurol etishni tayyorlanglar, o'rganinglar deb chiqargan bo'lsanglar, uni qo'tanning ishini echiyotdinglar sizlar. O chat elga chiqqandan keyin qandoq bir ovchiga o'g'linib ketdi, uni sizlar idora qilolmaysizlar vatanda qilib qoldinglar. Buniki bir mas'uliyati bo'lishi kerak. Ben maaşını kıldım, bununki mançilik mesuliyeti bana düşürdü. Endi ma ahli ilmi, öğrenme kişiler onun mesuliyetlerini eğer işlerin bir hatalık yüz vergen olsa, onun mesuliyetini Allah'ın alıp, tövbe kılıp, bir bunu oturup, ibaret kılıp, bunlar günahdan pak bulup çıkıyordu. Ama bu millet bu mesuliyetten kadar çıkıyordu. Qarajim çıkarttı mı? Ya baba, Qarajim baba. Bu milletin özü bunun mesuliyetten kadar çıkıyordu. Hazır endi bo'ldi, men başa to'xtab qolay, bu gapni yomon takrorlab ketdim. Men bu birinchi gap emas. Men bu hijrat to'g'riliq, Turkiston Islom partiyasi, Suriyadagi bu qurolli kuchlar to'g'riliq dastlabda biz ham bir qisqa bir maqol yozgan edim. Shuning asosan jasorat bir qatim taklif qildi, uning bilan gaplashdim, ammo mazmunni ochiq o'tirib olmay boshqa tarafdan qilib keldik. Keyin ikki qatim Nurmat Musaboy bilan qisman munozaralashib qoldik. Endi bu dastlabki gap emas. Men boshdan oxir deydig'im Xitoyga munosabatlik har qanday ishning bir cheti gumonga tutishdi. Apmaq bo'lmaydi har qanday ishniki. Xitoyning chegarasidan chiqqan ish bo'lsin, Xitoyning ichida qildigan ish bo'lsin, har qanday bir ish bo'lsa, Xitoyga qarshi ish bo'lsin, buning bir uchida Xitoy chetlik qildi. Bu gumondan hargiz qutlanmaydi, hech kim qutlanmaydi. Abduqodir Yapjon efendim, Hasan Maqsumlar qatorliq bir muncha mujohidlarniki turmadan odul o'ttirasiga chiqalishi, Qarajim ismini sanab o'tgan bir muncha mujohidlar bor. Ashlarning o'zi hammasi chet elga chiqish emas, o'zining yutudan chiqishim cheklangan odamlar. Shularning chet elga chiqishi,
chet elga chiqib qurolliq mujohid guruhini tashkillashi, uni tashkillab olib Al-Qoidaga chetishi, u yerdan chiqib Tolibanga ketishi, u yerdan kelib Suriyaga olib Daeshga chetishi, andan keyin Turkiston Islom partiyasi deb o'zbeklarniki, O'zbekistonga qarshi turgan mollalarniki buni tarkibiga kirib Turkiston Islom partiyasi deb texim vatandan jiroqlab ketishi, bularning hammasining aqsa davlatlarning istihboroti bo'ladi, qarindoshlar. Bunda udul-mudul yoki Alloh shundaqlam bizga fursatni berdi, dushmanni g'aflatga qo'ydi. Xuddi yo'lki payg'ambar alayhisalom Abu Bakr ikkisi qechib ketaverib bir qarg'im bitib olsa, u o'mchik g'arg'i to'g'ilib yetib shularni kafirlar g'aflat qilib tutolmay ketdi degan o'xshash mandaqlar mo'jizani yo'lib o'zimizga millatning besiga kelgan baloy qazoni o'zi hozir dapaqa vatanni demay turaylik, vatanni baribir Xitoy ishda qirg'in qildi, lagerga solaydi, bir bana bo'lmasin Xitoy uni qildi deyli. O'tgan qatim Nurmat Musabay shuni dedi. Hech nima qilmasin Xitoy jazolaydi o'g'ida. Bu Suriyaga ketgan, hijrat qilgan yoki mujohidlik qilgan bularni vatanninki ishida jazolanib ketgan Uyg'urlarga qarata mas'uliyati bor demaydi. Suriyaning o'zida Kurdning qo'l yetayotgan 2000 Uyg'urlar mas'uliyati yo'qmi? Aşağıdaki 500 uşaq vallar, 1500 ayol var dedi. Erlaqini. Daesh'in sepiy qitilib, asirga tushgan, hayat qilib, Kurdning qo'lidan erlaqini. Buna da mas'uliyat yo'qmi? Bu hijrat kitoblik qilgan qarimlarningki, chet el turib, jihad qilayli, jihad qilmayli deb uni tashabbus qilgan o'lima qarimlarningki, hech qanday mas'uliyat tuyg'usi yo'qmi bunda? Hujradan azoblanmadimi? To'g'ri, ma savolingiz janoba. To'g'ri, asl yetakchilik qilgan, vatan ichida, sirtida bir-birisiga moslashib, pas chiqarib, chet elga hijrat qilish, bular Iroq, Suriyaga hijrat qilishga mas'ul bo'lgan bu diniy sohaniki odamlar kim buni hijrat boshqon bo'lgan bo'lsa, chuqur bular millatga javob berish kerak. Shu o'lib ketgan, shu xalqlarningki nimasini bir xulosa chiqarish kerak bu narsanikida. Shuning bu haqdagi nurg'un narsa Facebook, WhatsApp to'plarida so'zlandi, Facebooklarda yozildi, lekin mana bir suhbat bo'lib boqmadi. Bu bir navbatdagi muhim bo'lgan tema, shunday qiyin bo'lgan tema. Har odam o'ziniki kuzatgan nuqta turibini echib turdi. Shu ikki xil nuqtani kuzatishlar, buni shunday degan lilla o'rin turib bir suhbat o'tkazyapmiz. Kimning to'g'ri, kimning xato, uni men hukm qilmayman. Shu anglovchilar o'zi bir aqliy tafakkur xulosa qilib, o'zi bir nima qilyapsa bo'ladi. Xo'sh, unday qilib birinchi savol mishada oxirlashsa ikkinchi savol o'taylik hamsa. Arajim. Ikkinchi savol. Birinchi qatim hijrat qilganlar qandoq bo'lib, ozodchilar va g'azotchilar deb ikkiga bo'linib ketdi. Ozodchilarni millatchilar, g'azotchilarni dinchilar yoki ummatchilar deb tushunsak bo'lamdi. Bu ikki toifa hozir mavjud deb qaramsizlar. Kimden sordu olsun ağrısınız cevap Sizden, versin. Aracım sildin. Hem tema o'zi kelarek ya. Savol aniq bo'ldi shu taqqa. Aniq bo'lmadi savolingiz. Birinchi qatim hijrat emas bu. 97-yillar O'rta Osiyo va Afg'onistonga to'plashib, bir taraf azodchi, bir taraf g'azotlar ikkiga bo'linib ketgan bu Uyg'urlar deb manda qo'yishingiz kerak mas savolingizni. Hijrat emas bu. Bek uyimga bilib ketmayman, savol ashara Bu hijrat degan gap 2012-yilda to'qilib chiqilgan narsa. Bikalar melqi chatalga chiqib bo'lmaydi-ku, o'nlab odamlar. Hijrat deb turib chiqqan chaqda 2012-yildan boshlandi. Uning ilgirki hijrat deb atalmagan, chiqqanlarmi hijrat qilib deb chiqmaydi. Shu chiqqanlar, shu to'planganlar ozodchilar va g'azotchilar deb ikkiga bo'linib ketdi. Ozodchilarni millatchilar, g'azotchilarni dinchilar yoki ummatchilar deb tushunsak bo'lamdi. Bu ikki toifa hozir mavjud deb qarabsizlar. Xo'sh, Qarajim sizga kelsin. Ha. Sizlar endi boshlasanglar. Menden sorursanız Uygurlarning chet elda tunji uchrashgan davlatining boshida gap etdim Pokiston. Uygurlarning chet elga tunji qatim to'plashib, har qanday erkin davlatdagidek yangi qurol esib yuralaydigan, qurol yaroqlar bozorlarda erkin sotadigan, har qanday erkin fikr qila oladigan davlat, Uygurlarga imtiyoz bergan, erkin yurishma masala chiqmaydigan davlat, tunji bekat chet elda Pokiston bo'lgan. Bu Muhammed Ziyaillikning Uyg'ur hojilarga karvonsaroy soldirib, maktab o'rinlashtirib, Uyg'urlarning chet elga chiqqan hojilar bilan o'quvchilarni kutib boshlangan, buni ilm hijrati deb atashga bo'ladi. Buning ichiga asosan qanchaq yo'ldan chiqqanlar yo'q. Bu hammasi asosi Xitoylarning tunji turkum chet elga pasport ishlab berish yo'li bilan chiqqanlar.
Bular Pakistan'da toplanıp Pakistan'da bir evlat alimlarni, dini alimlarni, vatanning ozodligini ko'raydigan har xil bolalarning mingisi etilib, 3-4 ming bolalar Pakistan'ga toplandi. Pakistan'dan Saudiya Arabistan'ga ketganlar var, Mısırga bağlanlar var. Chet el Uyg'urning o'chog'idagi chet elga tunji chiqadigan darvozasi Pokiston bo'lgan. Mushu ilm hijrati bilan toplangan bolalarning oxirgi natijasi Afg'onistonda qurolliq bir jihodiy tashkilot qurib chiqishga vesile oldu. Bu jihodiy hozirgi mana shu Suriyadagi Hizbul İslam Türkistani degan mush tashkilotning tunji qurilishidagi qurilish Barindagi Zeydun Yusuf Rahimahullahning Barin inqilobiga qatnashgan, Barin inqilobiga rahbarlik qilgan bolalar İsmail Qarim degan. Barin inqilobining qoldiq bolalari var, rahbarlari. Ular şu Barin inqilobidagi mag'lub bo'lgan inqilobni g'albiga aylantirib, vatanni ozod qilish nishonidan mutlaq voz kechmagan bir turkum yoshlarning ilim ehlining bu asosan Qog'il Qabiliyatning mahsulotiga talib turadi. Pakistan'ga toplanıp Pakistan'ın üzüde çigirista nurgulluğun cihat teşkilatları var aşağıda. Pakistan'ın üzü teşkilatlarına harbiy teşkilat açalayıptı şu vakitte. Bula Pakistan'da emez, o yerde bir az takittirak açalganlık için erkin cihat teşkilat açalaydığı vakit şu vakitte Afganistan geldi. İsmail Qarim rahmeti, Allah rahmet kılsın. Bu Hasan Maksum'dan ilimde pişkadem. Hem gapta natip, hem bu adam vatan azadlıkından başka yerde Uygurlarni Pakistan'da misrap kılmaslık. Afganistan'da mı uruş kısamaslık. Fakat harbiy sahada terbiyeleş. Ama chet elde bir adamı askerimizni öldürüp koymay, harbiy talim terbiye ağam balalarni vatan azadlıkıga işletişte qattiq ching turgan mushu program bilan qurilgan tashkilot. İsmail Qarim. Hatta bu vaqtda Pokistondan Gilgit Sos orqali Qashqarga, Pokiston yakanning Datun Kachunga pachaqda kirgil olgan qadimiy yo'l varkan, İsmail Qarim bir turkum ballani Pokistondan kirib, yo'lga vatan Qashqa yakanlargachilar yana qaytib chiqishga burgan. Sizlar ashardan salomat kirib salamet kayıtıp çıkalsanız yolunu bilip, ma biz terbiyelengenlerimi vatanga, yani şundak kireleymeyiz dep sınak kılıp, bir türküm ballarını Qashqa yakellerine kirgizip, şu yoldan, u ballar salamet kirip salamet çıkan. İsmail Qarim, yani O'rta Osiyoga bir vazifa bilan ketish nemis bilan, şu İsmail Qarim qurolliq tashkilotni qurib, şu terbiyelarni birib turayotgan, tashkilot qurilib bo'lgan. Mükemmel ayada cihadi teşkilat kurulup bo'lgan vaqtda Hasan Maksum çıktı bu yerga. Hasan Maksum çıkkandan keyin İbrahim İsmail Qarim, İlham efendim Qancha yaş o'zi bir yillarni o'zi taxminan deb qilay, Hasan Maksumning chiqqanmasi nechinchi yillari? 97'de tahminim. 97'de bir vazifa bilan Qozog'istonda İsmail Qarim İlham efendim ketdi. İsmail efendimning resimlerine tarihi ben yaxshi dostum, benim dostumdu, kıyamet dostum. Resimlerini paylaşıp koygan benim sahbemde hem var. Bu Uygurlarni chet elde ne Afganistan uruşu, ne Pakistan, ne Irak uruşu, ne Suriye uruşu Uygurlarni chet elde anda askerlerini israf kılışına karşı bir adam bu. Abdülhakim Han Mahsumacı mı şu idiyade? Abdülkadir yapacağım mı şu idiyade? Bizden çünkü birer devletten azat kılış birişki chet ellikten ihtiyacı yok. Biz üzümüz işgal asırı olan için üzümüz de azat kılış hareketini başlaş, devamlaştırış taraftaki çın durduğun adamlar olur. İlham efendim Kazakistan'da ketken bir fırsatta o teşkilat saylam ötkizaş arkalık içinde tünci katım yani İsmail Qarim katnaşmagal ahval astıda yok ahval astıda Hasan Maksum'un emir kılıp tünci emir saylab o teşkilatını Hasan Maksum'un emirlikini ilan kılıyordu. Şunun bilen İlham efendim bilen İsmail Qarim ikisi bir adam. Qashqar yeni sağlık. Yani mayarını savaklaştır dostlarıma. Piş kademlerin hemmesi bilirdim. Bu adam kayıtıp gelip Kazakistan'dan Afganistan kayıtıp girmeydi.
Afganistan'dakiler Hasan Maksum kirgandan keyin cemaatning programmasi İsmail Karimning o'ttirib qo'ygan programmasi bilan ixtilof chiqadi. Hasan Maksumning qo'ygan inqilobi Talibanlarga yordam berib urush bilan Talibanlar Arabni, O'rta Osiyoni, butun Quddusni, Makkani, Madinani hammani fath qilib bo'lganda, Xitoy bilan xilofat kuchi bilan urushib vatanni ozod qilamiz deydigan maqsadni yuzdan turib qo'ydi ular. Dünyanın balayı afetlik yüzlerinin kalkını kötürenmeyi kalkan biçare Uygur ne? Oy yarışarının kalpını atıp koydu. İsmail Karim bunun da karşı vallahi ne? Hem de kirmenler bizden vatan uruş etiş haletimiz hazır. O Taliban Afganistan'ı azat kılıp o Orta Asya, Arap devletleri, Palestin, Kudüs, hatta uçaktaki cihadi hareketinin içine şundak bir namelum şuarlar kirdi, İslam'ın bayrağını Aksaray'a kadayımız. Önce anlayışla, İslam'ın bayrağını Kaşgar'a, Koten'e, Aksu'ya kadaydıgan nesi aslında bizim vazifemiz. İsmail Karim şu kapılaştın, Afganistan kirmey Pakistan'da bir Türk'üm üzdün gepini anlaydıgan ballarını hiç kıvalı işledin. Pakistan'daki etrafını, ballarını yani Pakistan'da teşkiller ula ayrım yeni bir teşkilleniyor. Ayrım açıyor. Vatanı kalan vuruş kıldığınla ayrım teşkilleniş etrafını teşkilleydi bu. İsmail Karim. Muşu teşkilleni vakitte Xitay'nın ensireydiğini nime çetelliklerini desana bizden mücahitlerimiz olsun, başkalar olsun. Suriye bilen, Afgan bilen, başka devlet bilen uruşup aldığımızda Xitay'a kılmışsa Xitaycık ensirmeydiğine okşaydı da parayım hemen. Ama aldığımızda Xitay'a kılımız desek, Xitay işte kısıp salıdıkken şu vakitte İsmail Karim özünün etrafındaki ballarını toplaş arkalıp Pakistan'da mehbi yeni bir örgütleniyor. Yani ikinci katın bir teşkilat kuruyor. Mehbi tayyorlıkla tuluq bo'lgan Xitoyga hücum qildigan yilnisi şu. Şu yılnanın özü de Xitoy Pakistan istihbaratı bilen birleşip İsmail Karim başçılık, İsmail Karim bilen billa Xitoyga taş qurgan arqılık uruş etiş hazırlıklarını işleyatgan ballarını bir keçidilen Pakistan'dan süpürüp tutup getirdi. Hem de Muşu 97'de Afganistan'da Gazap Teşkilatı kuruldu deydi. Hasan Maksum ki başlık oldu. Okşaş yılda 97. yılın ahırda yana Gulam Osman Efendim, Ablet Nur Karacım, Memtemin Hazret, Ablimit Tursun, Pakistan'ın kontrollükdeki Keşmir işkiga bilinib ketganlik bilisizlar. Bunu Pakistancha Maqbuz Keşmir deb qo'ydi Hindiston tarafdagini. Pakistanliklar o'ynaydigini Azad Keşmir deb qo'ydi. Azad Keşmirda Sharq Turkiston ozodlik tashkilotini qurdi. Endi bularning nishoni İlham Efendimning nishoni bilan o'xshash chiqadi. Bular biz chet elda urush qilmay, chet elliklarning urushiga aralashmay, biz chet elda tarbiyalanib, tashkillanib, vatanni ozod qilamiz deydigan ideyada bir tashkilot qurib, bolalarga qurol, yaroq, ta'lim, tarbiya, cheniqish nimalarini Keşmir'de açkan teşkilatı da u yerda askeri ta'lim tarbiya birdi. Hem de Musul vakitte bir taraftan qurolliq teşkilat Pakistan'ın Keşmir bilen Afganistan'da bolsa bu Uygurlarning teşkilatları nimaga muhtoj desangiz davomli har qanday inqilob dollarga muhtoj. Şu vakitte vatandan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonga bo'lgan tijorat yo'llari mechivitiligi şu vakitte. Vatanning tijoratchilari, Hangzhou'nun tijoratchilari, Hangzhou'dan mal satadigan, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda mal satayotgan Uyg'urlarning yani iqtisodiy manbasi O'rta Osiyoda vaqtda. Qurolliq manbasi Afg'oniston bilan Pokistonda, iqtisodiy manbasi O'rta Osiyoda bo'layotgan bir vaqtning o'zida eng oxiri O'rta Osiyoda manfaat talashuv yuz berdi. Afganistan'daki teşkilatın iktisadi menbelerini Kazakistan'ın Orta Asya'daki ticaretçilerinin zakatları, yardımları ile el kılış kıtırışıdı. Azatlık teşkilatı mı? Üstün askeri çıkımları, harbi çıkımları diye bir şey harbi çıkım vermeydi. Bir teşkilat kurulsa, şu teşkilatın meşe çet elde teşkilat kurulsa anlamış o.
Qaysi yer tashkilot quringlar. Tashkilotning chiqimi, yemek, içmek düzenli chiqarishinglar kerak bo'ldi, boshqalar bermaydi. Nemtimin Esrettin qurgan tashkilotlar bilan Azadlık tashkiloti bilan ikkil tashkilot O'rta Osiyodagi boylardan i'ona, yordam, boylik to'plashga bir iqtisodiy manbasini hal qilishga tirishadi. Bular O'rta Osiyoda iqtisod to'plash manbalarida raqobatlashib qoladi. Bularning masalasi 99 yil atrofiga kelgan vaqtda ikki tashkilot birlashadi. Kashmirdagi Azadlık tashkiloti bilan Afg'onistondagi Turkiston İslam Partisi tashkiloti ikkisi birlashadi. Birlashib, hozirgi yana 12 ga bo'linib ketgan Sharq Turkiston Atosh surgun hukumatining tashqi ishlar ministri, din ishlar ministri Abdulla Nur Qarajim, Muxtar Efendim degan shu Azadlık tashkiloti bilan hozirgi Hizbul Islamiy Turkistoni partiyasining birlashgan tarkibining ma'un emir qilib izbosar emir bo'lib saylanadi. Xo'sh, bir şey bir nokta men aydınlaştırib olay deb qoldi. Bu mezgilde bu Sharq Turkiston İslam Partiyasi hamida ya Turkiston hozir ashtaraq bir dard qoldi, shuni bir so'rab olay deb qoldim. Bu dastlabda qurilgan vaqtda buning ismini İsmail Karim İlham Efendim Sharq Turkiston degan nomni birlikda qurgan. Bu keyin bara bu tashkilotga keyin Turkiston İslam Partiyasiga o'zgarib ketganlik bu. Sharqiy degan so'z elinib ketib qoldi. Qancha yil elinib ketgan shu ismlar? Biz aniq bilamiz kim tarafidan? Sharqiy degan so'zning elinib ketish tarixi 2000-yildan keyin deyishga bo'ladi. Buning elinib ketish sabablari bunda. Xo'sh, so'zni so'zlaylar. Bak. Ne? Sualingizning mazmun nima deyapkan bu katta ijroqqa gap bilan bir soat javob kelsa, bu o'yliki bu butunlay hikoya so'zlashib ketdim. Qarim nurg'un gapni taxminan gapning o'zini yomon bakki takrorlayapti. Bu ishlar uçular emas, bu ishlarni jarayoni azatçılar ve azatçılar bilinib ketdi. Azatçılar milletçilarni, azatçılar dinçlarni ümmetçilar göstermede sual bu de. Bu to'shni islom deydigan gap. Shuni yeni muqaddima, her sualga birdan muqaddima, birdan jarayon so'zlasa, bu ikki gap oxirlashmay turib bir saytingiz tugidi. Bunda qachon to'xtatib programni hozirdan bir soat bo'ldi men gapni boshlayotgandi. Qarajim bak uzatyapsan, har qatim qilsam to'xtamay. Bir soat oldu. Bir sualingizdan bir soat tugisa, buni 10 sualim bor deyapsiz. Mana endi xo'p 10 hafta gaplashishimiz bu buni. Evet, tugtimiz. Qarajim xo'sh, qisqa. Endi Qarajim bir şey to'xtasin, men bir javob beratay qisqalar bunga. Bu g'azatchi degan bu tashkilotlarning o'zi Qarajim deganga o'xshash. Pakistan'da, Afganistan'da aşağı teşkilanlığı rast. Beşi başında aşağı başlangan. Andaki bunu resmi meydana aşkarlanıp oturup çıkıp yüreğini kaptakıp yolbastak meydana çıkan vakti 97 yıl 6. aydan başlandı. 97 yılı 2. ayda Hasan Maksum'la Abdülkadir Yapçalı'la Nurgul'dan Karım'la tek örümçülük dayın türmüsü de. Ular şu türmede turup biz O'rta Osiyoga chiqamiz, O'rta Osiyo jihatini boshlaymiz, tayyorlik qilib deb uchur chiqatgan bizga. Men bu shu vaqtda O'rta Osiyoda, Qirg'izistonda turmadan chiqib yukib ketayotgan chig'im. Ular turmada turib uchur chiqatgandan keyin bu intayin xatarlik dedim. Bular turmada turib o'zining chet elga chiqa olishiga ishonch bo'lgan holatda bu baxatarlik ish. Bular O'rta Osiyoga qadam besib qo'yishdan burun men yo'qolishim kerak deb shuni qat'iy, jiddiy tutib men Germaniyaga hijrat qilib ketdim deb qo'y, Qarajim bilan. Germaniyaga hijrat qilib ketdim. Men hijrat qilib ketib 2 oydan keyin O'rta Osiyodan telefon keldi. Qaytib kelinglar, biz endi ishni boshlaymiz deb. Boshlaydigan ishinglar nima deb aniq javob beringlar degandan keyin biz la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh degan barliq mujohidlarni to'plab Quddusni fath qilamiz. Quddusga islom bayrog'ini qadaymiz, Washington islom bayrog'ini qadaymiz. Xitoyga gapinglar yo'qmi degandan keyin biz shu butun dunyo islomga bayroqni qadab bo'lib, Abiyamma Qarajim dedi-ku, boshqa gapni qilishlar. Ondan keyin Beijingga Tiananmenga islom bayrog'ini qadaymiz. Butun dunyoga biz islom xilofatini hukmron qilamiz. Biz shuning uchun yo'l boshlig'i chiqdik degandan keyin bular chatoq keldi. Bularni Xitoy rasmiy mushunda xizmat bilan chiqiribdi dedim.
keyingi amaliyotlarga qarab, bularning Xitoy uchun xizmat qiladiganligiga 99% taxmin qilmayman. Hargiz unday qilmaydi. Ammo qilgan ishi naq Xitoyning foydasi bo'ldi. Xitoy mana qilpaydi qilmaydi ular. Ammo bular qilgan ishi Xitoyga naq foydasi bo'ldi. O'rta Osiyoda darvaqa 97 yil 6 oyda bular chiqib bu yerda tashkillandi. Mayli İsmail Qari nimada bo'lsin, Pokistonda bo'lsin, Afg'onistonda bo'lsin, bu ishni Abduqodir Yapchan bilan Hasan Mahsum yetakladi. Biz jihad qilamiz deb. Jihadning nomi nima? Dunyoga islomiy jihad etish, kofirlarni yo'qotish. Yani bu jarayonga kirmaydi bu gapniki, o'lib ketganlar bor, hayot bo'lganlar bor, hayotlarga yomon ig'ir yaxshi ta'sir bo'lmaydi, o'lib ketganlarga nima bo'lsa bo'laverdi, o'lib ketgandan keyin. Ammo hayotlarning o'ziga yaxshi ta'sir bo'lmaydi. Ularni hozirgacha bir qatim biz mana shuni xato qilgan deb millatning oldida bir o'zini chilimidi, o'ziniki xatoligiga bir qatimmi o'kinmidi. Hozirgacha biz to'g'ri chiqib ketamiz deb. Men vatidi, men xatolik kimdan o'tyapti deb 18 yilda bir kitobni yozib nashr qildim. Asıl qaldı şunu meni öldürüp xatolik beni qo'shib qilib bo'lar. Endi demak, bular qarajim degandek O'rta Osiyoda manfaat talashdi deylik. Gapning ochiq oshkori ko'ringan tarafi, bizga ko'ringan tarafi manfaat talashdi. Pul talashdi deymiz. Ko'rinmagan tarafini G'olam Osmon Apandi tom kitob yozdi. Buning ko'ringan tarafini millat ko'ryapti. G'olam Osmon Apandi shuni ichida siyosatchi maslahatchisi shu vaqtda Mamad Nazirovning guruhida. Endi Hasan Mahsumni O'rta Osiyoga chiqib bir tabliğ qilib, biz jihad qilamiz, pul yig'ib qo'yinglar deb Pokiston, Afg'oniston tarafga safar qilib ketgandan keyin Mamad Nazirov apandi O'rta Osiyoga keldi. O'rta Osiyoga kelib, biz Sharq Turkistonni ozod qiladigan bir qurolliq tashkillanyapmiz, qatnashinglar deb O'rta Osiyoda biroq o'ziga odam to'plab, ondan keyin Afg'onistonda bizning qo'shinimiz deb Afg'onistonga berib, Mamad Nazirov apandi u Kashmirlik berib, u yoqdagi mujohidlar bilan fikrlashib, ondan keyin Checheniston tarafga avatib, mashq qildirib, bu ishlar yomon jiq o qarajim degandek mundaq ham so'kib o'tib ketgan ish emas. Mamad Nazirov apandimni tarkibida xilijiq qurolliq qo'shinlar bo'lib, ularning bir qismi hozir Turkiyada hayot bor. Mushunda bo'layotgan bir chaqning o'zida bular ondan keyin Mamad Nazirov apandi tarafdan deyishdan qarag'an chaqda mavu mujohidlarga ba'zanlar qo'yib voy biz vatanga urushga kirsak şehit olup gitimiz, ölüp gitimiz, balam yoktu, toy qilmab ekanman, biz bekayat qilib o'linib, farzand ko'rib qo'ysak degan talabni qo'yilgandan keyin Sharq Turkiston azodlik harakatining bolalari. Shuni bilan Mamad Nazirov apandi qarab beqib, bularga bir diniy tabliğ lozimki, diniy jihatdan bularniki fidokorlik ruhini o'stirib, vatanga bizni fido qila oladigan munda holatga keltirmasak, bu qurol ichishni o'rganishlar bu yaxshi bo'lmaydi bu ish deb o'ylab, shuni diniy o'limlarni taklif qilib, mujohidlarga so'zlab bersa degan ekan, ma'qul deb diniy o'limlar buning orasiga kirib so'zlash orqali, undan keyin bularni isyonga kuch ko'tardik. Mamad Nazirovningki ayoli yog'liq chekmaylikka, Abdulhamid Tursunning ayolining 5 uchiqga, bular artist vatandagi vaqtida. Bularning o'zi iymon yo'q, bu iymon yo'qligining keyindan minib vatanni ozod qilamiz deb o'lib ketsanlar, murtad o'lib ketishlar, bir zambil bo'shib ketishlar. Shunlashqa islomiy jihad deb masanlar, bir qadam otgan qadaminglarmi savob, g'albi qilsak g'ozi yo'limiz o'lib ketsak shehid ketamiz deb tabliğ qilgandan keyin bu bolalarning o'zi shuni bilan isyon qilib Mamad Nazirov tarafga tashabbuschilar kim o? Kim o? Mush hozir siz deyotgan musha tashabbuschilar, tabliğchilar kim o? Tabliğchilar şu Hasan Mahsum, İsmail Qarim, Yusuf Qarim, Maqarazim bir necha odam aytni atab o'tdi-ku, shular shu. Başka bir sirtli kim qolgan emas. İsmail Qari 2 oy turib, Chechenistondagi shu Mamad Nazirovning qo'shinining orasida O'rta Osiyoda 2 oy turib tabliğ qildi İsmail Qari. İsmail Qari'ni nihoyat yaxshi bilmayman. İsmail Qari 2003-yili 10-oyda tutqunlanib ketdi. Hasan Mahsum 12-oyda etilib ketdi 2003-yili. Endi bu ilk Qarining degani rost. İsmail Qari tutilib ketishdan burunroq Hasan Mahsumga taklif berdi. Hasan Mahsum qo'limizda 5 mingdak mujohidlar yig'ilib qoldi. Biz bu yerda afg'onlar uchun, arablar uchun bu shehid bo'lmay vatanga qaytaylik. Biz bu kuchlar vatanni ozod qilmaymiz. Bu yerda yossaqmi o'lib ketganmiz, Afg'onning orasiga kelsakmi yoki Talibanga ketilsakmi nima bo'lsak, boshqa o'lib ketganmiz. Uni vatanga Xitoyga qarshi bir
qo'zg'alib chegarada etilib ketsak mayli, tarixda shundoq bir sharafli nomimiz qolib qolsin, dunyoga bir nomimiz anglansin, vatanga mang'ayli degandan keyin Qarajimel deb o'tdi-ku, Hasan Mahsum buni qabul qilmay, shu orliqda Ismoil Hoji ba'zi odamlar bilan tutqun qilinib ketdilik. Mana shunday bir rasvochilik bor endi bu mujohidlarning orasida, bu shunday bir rasvochilik bor. Sen düşmaningga ochiq oshkor kuching yetmasa, dushmaningni yana bir dushmanning qo'lida yo'qitib, orliqda bir dushmanni ozitsa deydigan falsafasi bor bularning o'zicha. Kafirlar hamkorlashib bo'lsin, munofiq qarshi turishda deydigan o'ziga fikriga qarshi adamni munofiq deb turib, andakin kafir bilan hamkorlashib munofiqni yo'qotib etib, bir dushman bo'lsin oziltish deydigan bularda shunda bir rezil bir falsafasi bor, diniy fatvosi bor bularniki. Şu bu oxiri ketib qoldim. Şu 98-yili O'rta Osiyoda, Afg'onistonda bular nihoyatda kuchlanib, avjilib, rasmiy o'tirg'i chiqib, chaproqlab vatanni ozod qilamiz deb, hatto Mamad Nazirovningki qo'shin tarafdan vatanga adam kirgizib, qurol kirgizib, shunday ishlarni bo'lug'liq. Lekin 98ning oxirlari bular ichki ziddiyatga kirib, ziddiyatni birlashtiramiz deb, Avlat Efendi, Muxtar Efendi nomida bu kishi mo'tadil, har ikki tarafninki hurmatiga loyiq odam bo'lib, buni andakin birlashma tashkilotining amiri qilib, g'azotchilar, jihodchilar guruhining boshlig'i ham azatçılarning boshlig'i ikki tarafdan o'xshash amir deb tayinlangan. Ammo bu odamning o'zining deyishicha, har ikki taraf buni biz uchun ishlaydi deb tayinlagan-ki. Mamad Nazirat efendim tarafdagilarmi bu bizga moyil, bu bosh amir bo'lsa, o g'azotchilarni biz tarafga moyil qilib boshqarib akilaydi deb uning bayat qilibdi. Mavi g'azotchilar tarafdagilarmi bu odam diniy sabtdan kelib chiqqan odam bizga moyil, Mamad Naziratdek murtatlar tarafdan odamlarni bizga yetaklab ma'laydi, bizga qo'shidi deb mundaq niyat bilan bayat qilibdi. Har ikki tarafning bayitida shumliq voqea. Shundan keyin bu odam men lillah turma o'tirdi. O taraf bu taraf yo'q, hammani birlashtirdilar, men amir bo'ldim. Mening farmonimga, mening qarorimga bo'ysunsizlar degandan keyin har ikki taraf dushmanlik qilib, Avlat Qorim efendimni Olmutida etib, qo'g'lab yurib, shuni bu odamga beshdan nurg'un ishlar o'tdigilik. Agar o kishi o'zi suhbatga chiqaman desa, eng yaxshi, o'zi chiqqan yaxshi. Shu ishning ichida bor odam. Ma Abdulla Qarajimmi nurg'un gapni deyapti, ichida yo'q. Chet ali qachon chiqdi o'zi uni bilmaymiz. Ama men 94-yili 6-oyning 7-kunisi O'rta Osiyoga chiqqan petim hozirgacha men bor. 97-yili 3-oyning 7-kuni Germaniyaga hijrat qilib ketgandim. Ammo shu orliqda O'rta Osiyoda unda qurolli bir ishlar yo'qdi. İsmail Hacımı şu 97-yili 3-oy, 4-oylarda Hasan Mahsum Abdulqodir yapcan nurg'ullar bilan bir septe hijrat chiqqanlar. Hijrat emas, ham o chaqda chet elga chiqib, qurol to'plab kirib, kuch to'plab kirib, Xitoydan intiqom olamiz, vatanni ozod qilamiz degan shuar bilan yuzlagan mujohidlar chiqqan uras. Ammo chet elga chiqqandan keyin en ahırda Hasan Mahsumning bo'yinturqiga tushib bular, Hasan Mahsum bularni chigiltib apirib Al-Qoidaga o'tkazib berib, o'zi o'lib ketdi. Hasan Mahsum o'ldirilmasdan burun bularning nomi Sharqiy Turkiston Islom Jamoati nomi edi. Qarajim bilmayki, nurg'unliq odamlar Hasan Mahsum qurgan partiya deydi. Hasan Mahsum qurgan partiya emas. Hasan Mahsumlar o chaqda qilgan tabliğlarda biz barında qurilgan Sharqiy Turkiston Islom partiyasining davomi deb aqalpaqni ko'tarib oldi. Amaliyotda yolg'on. Barında qurilgan Sharqiy Turkiston Islom partiyasiniki Mamad To'xti deb bir a'zosi bordi. Mamad To'xtining shu 2000 nechinchi 98-99 Xitoy tutib akirib, uni istiqtol etib, turmada o'ldirib etdilar. Qog'liqlik Mamad To'xti efendi. Kanadadagi Mamad To'xti efendi mana shu aralashib ketmişim. Endi shu Mamad To'xtining yetakchiligida bir 200 dak mujohidlar bordi. Bu Hasan Mahsum Abdulqodir yapcan İsmail Hoji chiqishdan burun shu Pokistonda mujohid bolalar bordi 200 yaqin. Shu mujohidlarning orasida taqib chiqib qurol ishini o'rganib kelgan keyingi Hasan Mahsumlarningki bu jihodiy sepiga qatnashmay chekinib ketib kelgan odamlar hozir Germaniyada bor. Men bilan shundoq yaqin bor. Bütün jarayonni bildi. O chaqlar shu Mamad To'xti rahbardi. Mamad To'xtini 95-yil 10-oyda Olmutida ochilgan Dunyo Uyg'ur yoshlari madaniyat kuni degan bir yig'inda men ko'rgan.
Mehmet Uxtiqarimni. Pakistandan şu qurolliq mujahidlarning vakili deb 95 yil 10 oyninki 10 kuni deyman. Almatidagi yig'inga kelgan. Endi o yerda haqiqatan batdi, shunda bir ul silingan. Ama ular faqat Xitoyga qarshi vatan ozod qilish urush qilamiz, jihad qilamiz deydigan haqiqiy o vatan azmatlari edi. Keyingi bu 97-yili 3-oy, 4-oyda chiqib bu saf qitilganlarning orasida mutlaq ko'p qismi vatanga qaytamiz, vatan ozod qilamiz degan bo'lsa-mu, buning ichidagi nihoyat g'olliq, muhim odamlari, yetakchilik roli va odamlari bularningki yo'li boshqa. Hasan Mahsum 2013-yili o 2003-yili 12-oyda etib o'ldirilgandan keyin onunki bu bütün lashkarlari Abdullah Damollam degan bir kishining quli qilib Abdullah Damollam degan bu kishi bu sapning ichida qanchalik inovat va qanchalik yo'q, uni biz bilmaymiz. Men bunda anglab baxmabdi ekanman. Shu Pokistondagi qora bayroqli elchilar bayonot e'lon qilgan chog'da shu Abdullah Damollam deb bir kishi ayta so'zlaydigan sal qozoq chiroyi bor ekan. Şu 2006 yıl kelganda andaki Türkistan İslam Partisi degan nom bilan bular Uyg'urcha bayonotlarga buni e'lon qilishga boshladi. Kitob yozib e'lon qildi, nizomnomasini e'lon qildi. Türkistan İslam Partisi asosli 2006 yil Uyg'urlarning orasida oshkorlandi. Demak bu Türkistan İslam Partisi agar burun mavjud bo'lgan bo'lsa, bu O'zbeklarning partiyasi, O'zbek mujohidlarning partiyasi. Agar keyin qurilgan bo'lsa, 2006 yil qurilgan bo'lsa, Uyg'urlarni, Uyg'ur mujohidlarini egisi yo'q, tüzük ravurs başbuğudak mötüberleri yok. Bunda qilgan mujohidlarni monopol qilib, O'zbek mollalar bütün Türkistan'da biz İslam'a keltiramiz, İslam xilofati quramiz deb bularni bay'at qildirib, o'z sepiga ketilgan atgan bo'lsa kerak. Türkistan İslam Partisi degan gap 2006 yil o'tirib chiqdi asosliq. Onun ilgarisidagi Hasan Mahsum davridagi kishi Sharqiy Türkistan İslam Jamiyati, partiya emas, tashkilot emas, Sharqiy Türkistan İslam Jamiyati deb atalgan. Chunki Pokistondagi har turli mujohidlar guruh bo'lsin, mayli diniy tabliğ qilganlar bo'lsin, asos to'lisi jamoat deb ataldi ekan. Ularning nomi yo'q, partiya, tashkilot u bu demay, falan jamoat, pistani jamoat degandek bunda ataldi ekan. Bularni shular moslashib Sharqiy Türkistan İslam Jamiyati deb atalgan bo'lsa kerak bizga. Bu Türkistan İslam Partisi deganda keyin paydo bo'lgan ishlar. Bo'ldi men musha to'xtab qolay. Buningda shu vaqtda kishilar shohid Nurg'ay adamlar vakan hozir inkas shaklida yozibdi. G'ulom Osmon, Abdullah Nurojimlar vakan asoslar chiqqan bo'lsa deb. Men ekranda dedim, G'ulom Osmon akamizga deb qo'ydim. Sizning nazaringizdan diasporaga bir nazar tashlab bir program qilib boqayli. Siz tarix nurg'unlagan kitoblarni yozdingiz, nurg'un savollarni qo'ydingiz boshqalarga, o'zingizni kuzatgan doir nurg'un narsalarni yozgan o'qidik, tahlil qildik. Endi bizmi sizning yozgan narsangizni qatan bir gumoni savollarimizni o'tirib qo'yib boqayli, ekranga bilim qilib boqaylisak, chiqmag'iliq hamda. Men chiqdi. Hamda sizningki qo'ygan savolingizni agar shu savolni menga qo'ygan bo'lsangiz, men chiqmaydim. Chunki siz oldlar G'ulom Osmon apandiga bir tanqid yozdingiz. Tanqid yozib turib, andan keyin sizga qatta ba'zi bir dartmilab degan gaplarga qatta siz taxmin inkosini yozib, ondan keyin chiqqan o'choqsan maydonga desangiz, u unda chiqib odam emas. Messenger ayrım yazdım ilgirima. Birazcık to'g'rida paraqlashgan. Dedi keyin javob bermay turib oldi. Ana oxir bo'lgan men nimaga yozdim bu narsani. Men oldirib bir odamga BBS yozmayman. Eng avval Messenger paraqlashma chiroyli qilib, uni javob bermagandan keyin ana keyin Facebook yozmay bir narsani. Men oldiriblar, qayoqqa yozib etmayman. Hamda sizlarninki Sharqiy Turkiston mustaqillik munbiri degan bir qurilmoqchi bo'lgan bir tashkilot xizmat qatnashdingiz. Bizning Uyg'ur savdo tashkilotining qatnashdi, jiqqa tashkilot qatnashdi. Buning orasida beshni qilmay turib ziddiyatlashib tarqalib ketdi. Buningda asosiy ko'pchilik surgundagi hukumatniki o'zini javobgar tutdinglar, oshorlikda jiq ziddiyatlashdingiz. Chunki siz burun G'ulom Osmon apandilar yaxshi etdingiz. Gollandiya kelgan chaqda nimaga chiqib, to'rga chiqib so'hbat qilgan nurg'un nimalarıngiz bor sizniki. U odamni hurmat qildingiz. Ama mana shu Sharqiy Turkiston mustaqillik munbiri deganni quramiz degandan keyin shuning bilan bu ishni aplashtirolmay, andan keyin ziddiyatlashib qoldinglar. Shuningdan keyin siz biz tanqidlarni yezish orqali andan keyin G'ulom Osmon apandidan hamda chiqib gap qilinglar o'chirsangiz desangiz bu chaqda. Men unda gap bo'lsa men chiqmayman ekan, nima chiqmayman deb chiqmayman. Anglaydigan ishim bo'lsa men so'zlab beray, shuni anglab ol deb so'zlab G'ulom Osmon apandim o'zi. Deb qoldingizda hamda to'g'ri qilgan. Men her kanadan hürmet qilib bir Uyg'ur va cho'nglarni chiroyli mamlab fikr qarshi olib ketsin, yoki men g'ayrat qilsin, oldirib bir odamni
Egizini buzib tillaydigan manda şekilde qilmayman. Chiroyli paranglish messengerda suhbat qilaman. İlmiy şekillerde qilmayman. Unda aldirablarkim hayajon qilgan ishim yo'q. G'ulom Osmonlar bilan hech qanday shaxsiy ziddiyim yo'q men deb qo'yay. Sizlarning ziddiyinglar men hech qanday ziddiyim yo'q. Gollarga kelganda bor chiroyli kutib oldik, chiroyli faoliyat o'tkazgan yerda bor. Tam shu gollarni qattiq orliqda bor. Ikkinchi qatam kelgan vaqtida o'zim tortibdi. Munbarniki buzishida men hozir unar deymiz, uni o'zini o'tirib qo'ydik. Bu munbar qanda buzildi degan narsaga surgun hukumatdan adam chiqib, boshqa ishlardan o'tirib adam chiqib, buni lillah xalq tushuntirish kerak-ku bu narsani. Men bunda qarayman. Bir taraf lakin bir taraf taydib etmayman. Lekin o'zim shohidlar nimasidagi videolar bor. G'ulom Osmon videoni qo'ymaqliq to'g'riga. Men necha qatim dedim. Ayrimmi dedim. Oxir bo'lmay uchiq shaklda yozdim bir narsalarni. O'znikini qo'yaqliq boshqa narsani elevitlik nimishqa ayada haqli bilishlik hech bir mazmunli bor. Bu so'rida 40 qadam bor so'rini u yerdagi. 2-3 odamning gap emas. Bir narsalarnikini. Bu hamkorlik munbiri G'ulom hukumatning qo'ygan bir narsa emas, tunji qadamlikni. Tunji qadamlik munbarlikka shu qurilishiga men o'tirib qo'ygan. Xitoyning oq qog'oz harakatiga qarshi biz diaspora Uyg'urlar bir munbar qurib, shu munbarning ichida Xitoyga qarshi bir bayat e'lon qilaylik degan narsani o'tirib qo'ygan. Shu G'ulom Osmonlar olgan videoni shu botni shu qo'yangsa qo'ymoqlik bir narsalarnikini. Mening qo'ygan narsam bu aniq emas ba'zi narsalarnikini. Buning hatto yil oykir 40 odam bor so'rin deyilgan gap. Men mana deb qolinglar, yana to'g'ri aytam deyman. G'ulom Osmon bilan shundoq chataq har qanday da'vogar kim bo'lib kelsa hech kim bilan shaxsiy adovatim yo'q. Men shaxsiy adovatimni, shaxsiy ziyatimni hargiz millat nimasini ustiga qo'yib olmayman. Mana esa aniq bo'lib qolsin. Shosh har qanday odamlar ekranga chiqa olmayman. Har qanday odam bilan ilmiy munozara qilganga har zaman men tayyor. Hech kim yenib olmayman. Meni cho'ng bo'lsin, taqdimatlik bo'lsin, kichik ko'p qilib qolsin. Yurma shaklidan hammamiz bir Uyg'ur, hammamiz bir Sharq Turkistonlik, hammamiz Xitoy tajovuzchilarniki qirg'inch uchrayotgan, musab uchrayotgan bir xalq o'stimizdan millatning o'rtaq manfaati har qanday odam bilan bir yak kelma. Bu meniki tutqan yo'lim. Xo'sh, endi qolib qolsa, savolimniki yana birsi, yana deb qolgan, munbarni deb qoldik. Men yana xatarda xat yozaman, surgun hukumatga, men G'ulom Osmon bo'lsin, Mamtin A'lo bo'lsin. Mamtin A'lo chiroyli xat yozib, Twitterda cheklab etdikmasdan-da meni. Mana bu shunday avval. Her qanday qadamni qo'yib chiroq eklib, munbar qurilgan vaqtda diaspora Uyg'urlarga nihoyat cho'ng bir umid olib kelgan. Afsus, u nihoyat sirli qoldi, yo'q qilinib qolib qoldi. Buning sababkorligi kim o? Bu narsanikini millatga buni javob berish haqqi bor. Chiqish kerak ularni ekranga. Chiqish kerak. Hammadan tanqidlaydi, tabiqada unda haqqasini tanqid qilasiz, nima ish ko'tarmaysiz hamsa? degan savollar tug'ildimi yerda? O'zi tanqidlab shaxsiyatga kirmadik. Xarakterik kirmidik, millatning o'rtaq manfaatida o'zining yozganlarga deganlardan savol chiqardik. Bu bizning haqqimiz. Bir Uyg'urlar sutimi bilan bir Sharq Turkistonliklar mening haqqim. Shundaqla diasporadagi hammadanning haqqi bu narsa. Buningdan Abdurim degan gap xato desa, xo'sh kelsin har qanday qadam men tayyor. Ekran mening ekranim chiqmasa olsa, surundagi mening ekraniga men chiqaman. Qanday ekran bo'lsa chiqaman. Tutib qolgan hech kim bilan shaxsiy adovatim yo'q, yana deb qo'yay. Hech kim bilan shaxsiy adovatim yo'q. Faqat o'tirib bo'layotgan nohaqsizlikka, yuzsizlikka millat qilayotgan ba'zi nima deymiz? Shaklvozliklarga chidamaganligimiz uchun ayrim qansiz fikrlashdik, paranglashdik, javob bermaganlik uchun nohaqsizlik chidamay to'g'ri yozyapman. Yozsam, deyapman, dalil, fakt, isbotlar yozyapman. Qat'iy betaraflik emas. Betaraflik deb qolsa, ekran o'chiq, men tayyor. Xo'sh, unda 3-savol kirib ketdik. Endi ikkinchi qatimliq deb qo'yapman savolimni. Xato qilib qolsa, savolga e'tiroz bildirsanglar bo'ladimi? Savol e'tiroz bildirsanglar bo'ldi. Endi ikkinchi qatimliq hijrat deb qo'yapman. Yana shu 2012-yildan tortib, yana shu Suriya, Iroqqa qilgan shu tabliq ta'sirida hamda. Endi ikkinchi qatimliq hijrat qilish to'lqini, ya'ni Iroq, Suriyaga hijrat qilish to'lqini qanday ijtimoiy sharoit elib berildi? Abdulla Qarajim sizlar bu vaqtda Xotanda maxsus hijrat qilish tabliq elib berib ekanlar. Bu tabliqning asosiy mazmuni nima? Gap qiling, ha. Yani xo'sh. Assalomu alaykum. Vatandagi bizning vatandagi qarindoshlarimizni mana hijratga qatnashgan qarindoshlar balki mush ko'rmanlarning ichida ham bo'lishi mumkin. Ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin, bugun ko'rmagan bo'lsa keyin ko'rdi.
Ma vatandagi musulmonlarning e'tiqodini sizlar chet eldan hech qanday yerdan topolmaysizlar. Vatandagi musulmonlar 80 yildan 2000 yilgacha qadar biz cho'ng kichik vatanda Xitoylarning o'zining Sharqi Turkistonda, Şinjan'da 50 yildagi terrorlik, zo'ravonlik degan bir kitob yozdi Xitoylar. Buni bilasizlar. Uyg'urchaga tarjima qildi, chet eldan tarjimalar bor. Şinjan'daki 50 yillik terrorlik, zo'ravonlik degan kitoblarda bizning vatanda biz Xitoylarga biz texi shu bek cho'nglarni bildik ekanmiz. Baring inqilobi, G'o'lji inqilobi degan cho'nglarni bilamiz. Texi chet elda matam musibat tutayotgan inqiloblarning ichida G'o'lji qatliamidan cho'ng bo'lgan Xotan Beytullah masjid qatlamining xotir kunni xatirlab baqirni hech qaysini anglamadinglar texi. Xotan Beytullah masjid qatlamida Xotan xalqi 97-yili qo'zg'alib, Xotanning vali mahkamasi viloyatlik xavfsizlik idorasini o'tqiyab, tuzlab, egallab, tut qilayotgan bir voqelik bor. Vali mahkamalardan tortib, Xotan noyilik viloyatlik xavfsizlik idorasidan tortib, hammani kontrol qilib, egilib olgan bir voqea bor Xotanda Beytullah masjid voqeasida. Bundaq cho'ng voqea Urumchi qatlamidimi anda Xitoylarning vali mahkamalarini, xavfsizlik idoralarini bizning xalqimiz kontrol qilib boqqan bir vaqt yo'q. G'o'ljidimi shu? Ammo bu xotirlanyapti. Lakin Xotandagi Beytullah masjid qatlami degan qatlamda Xitoylar tarafdan etib o'tilgan, kesib o'tilganlarning soni 10 mingdan oshadigan bir qatlam. 97-yili. Mushundaq cho'ng qatlamning xotir nomusmi, xotirlash kunimi, shehidlar kunimi chet elda anglab baqdinglarmi? Anglab baqmadinglar? Keriya inqilobi deydigan bir inqilobning mavzuning zamonisida portlagan, qora alam inqilobi deydigan bir inqilobni sizlar anglamagan bo'lishinglar mumkin. Milliy armiya Bu sualning mazmuni qarim sizniki hijratga tabliq qilgan va jaryoningiz janditi qarim mandaq muqaddim so'zlasangiz bo'lmaydi qarim. Siz nimani programmani boshqursangiz, tuzuk boshqaring bo'lmaydi ma qarim. Har qetimki bir savolga bir muncha tarixiy muqaddim so'zlab kelsa, bu biz haqida bino so'zlab bermaymiz bu yerda. Hozir asosiy ish hijrat qanday paydo bo'ldi? 2012-yil Kaygan hijrat qanday shakllandi? Chet elda buni xullas qanday bo'ladi degan mosh mazmun to'xtalamiz biz. O Xitoyning vatanda qilayotgan ishi, tarixda bizning Xitoyga qarshi jut Xitoyning bostirgan ishlar u deganki yomon jiq mana harbisi sanab kelsak qarim agar uni demoqchi bo'lsangiz yolg'iz kishilik kamera echib, yolg'iz o'tirib soatlab so'z olsangiz bo'ldi. Ma ko'p adam qatnashayotgan munozirada bundan muqaddam so'zlasangiz bo'lmaydi. Bu gapni kesib ham javobni o'zing berish kerak, o'zing kelgan javobni. Shunda ko'p degan qo'zg'olon narsalarimiz hammasi palto ketman ori bilan bo'lib mag'lubiyatga yuzlandi. Biz qurolliq bir 200 kishilik, 400 kishilik qurolliq tashkillanib Xitoylar bilan ro'baro bir qitim etishib boqmadik. 50-yilda tortib. Endi mushuning masalasi vatanda bizning qurolliq tashkillanish imkoniyat bo'ldimi desa, bizning vatandagi qarindoshlarimiz qurolliq tashkillanish imkoniyatlariga necha yuz qatim urindi. Tirishdi, yerlik miltiq, yerlik binolarni yasab. Ammo muntazam 100 kishilik bir qurolliq tashkillanish vatanda nasib bo'lmadi. So'nglashqa mushu yana vatandagi hijratning asosiy sababi yana kim bilan tutishdi desangiz vatandagi olimlar bilan emas. Hozirgi ismini Turkiston Islom partiyasi deb ataydigan, asli boshlanishi Sharqi Turkiston Islom jamoati bilan boshlangan. 2006-yildan keyin Sharqi Turkiston Islom jamoati sharqiy kalimasi chiqarib o'tilib, Turkiston Islom partiyasi deb atalgan. Hozir Suriyada milliy armiyaning ulini asosini sağgan mushu tashkilotning tashviqotlari, radio tashviqotlari, film tashviqotlari vatanning hamma yerda taqib turdi. U vaqtlarda sizlar bilasizlar Xitoylarning Deylani mekralaylikdan yo'q vatanda, masalan YouTube esilitda Urumchildimi vatanda u vaqtda.
Bu chet ellerning Google içildi, hamma narsa içildi vatanning ichida. Chet ellerning nurg'unlagan narsa içiladigan bir vaqtlar ular. Xitoylar hozirgidek taraqqiy qilib, undaq yovuzlashib, vahshiyligi bir oz tuvarroq vaqtga o'xshaydi. Endi mushu vaqtda vatanda biz 100 qitim qilgan inqilobimiz mag'lub bo'lgandan bu mag'lubiyatni bir yakunlash to'g'ri keladi. Nima uchun tashkillanimiz mag'lub bo'lamiz? Bizning vazifamiz Xitoyga qarshi inqilob qilib mag'lub bo'lishmi? Yo'q, g'alaba qilish. Mag'lubiyatning asosi bizning sistemlik bir harbiy ta'lim tarbiya olmaganligimizdan mag'lub bo'lganlikqa hamma bilan birdek bo'ynimizni egmay bo'lmadi. Endi buning bo'ynini egmaydiganlar bo'lsa, o'zining ixtiyori. Men mushu vatanda qancha yuz qitim Xitoyga qarshi tashkillanili, bu biz Xitoyning g'alabasi bizning mag'lubiyatimiz bilan oxirlashdi. Buningga Uyg'ur xalqi bo'ldi qilib bel qo'yib etkisi kamidi. Shunga Uyg'ur xalqi rasmiy urush qilishni biladigan, muntazam urush oladigan, qoral yaroqlarni ishlatalaydigan, hattoki vatandagi bizning xalqimiz tapanchaning nima, unda besib qo'yish kayginni, qulpisni, miltiqning qulpisni echishni bilmaydi. Qo'lga chiqqasimi? Qoralni etishni, rollarni biladigan sistemalik bir tashkillanib, urush tarbiyasi elib, armiya shaklida tashkillanib hujumga o'tmasak, biz bu qo'zg'olib, mag'lub bo'lish bilan ig'ir badal to'laganligimizni Uyg'ur xalqi vatan umumiysi xulos qildi. Xulos qilgandikin, vatan ichida tashkillanish imkoniyat bo'lmagandikin, bizning harbiy tashkillanish imkoniyat chet elda Sharq Turkiston Islom jamoati 2006-yili Hasan Maqsumning vafotidan keyin Turkiston Islom partiyasi deb o'zgartirilgan. Mushu jamoatga qatilish orqali harbiy ta'lim tarbiya elib, yetilgan bir milliy armiyani shakllantirib, Xitoyga qurolliq robro qarshi turish ururiti o'ttirib qo'yildi. Endi mushu o'ttirib qo'yilgandikan, o vatandagi mushu hijrat bilan boshlangan da'vat yuqorida Xitoylarning tashviqoti deydi, men bunga ishonmayman. Chunki Xitoylarning tashviqoti bo'lsa, Xitoylarning vatanda 56 ming masjid jami bor. 56 ming masjid jamida Xitoylar maosh verib ishlatadigan 56 mingdan ortiq damollam bor. Mush 56 mingdan ortiq damollamlar tashviq qilish burda ham agar Xitoyga foydali bo'lsa. Vatandagi hijrat tashviqotini shular qilishib berdimiz? Yo'q, ular qarshi tashviqot qiladi. Xitoyga qarshi turish tashviqotini shular qilamdi, yo'q, qilmadi. Faqat Xitoyga qarshi turish, hijrat qilish, askariy ta'lim tarbiya elish, Uyg'ur milliy armiyasini qurish, Xitoy bilan qurolliq robro tutishish, vatanni ozod qilish borasidagi mushu tabliğning o'zi hijratdan boshlandi. Buningga Turkiston Islom partiyasi bolalarni hijrat qilish, yuziga qatilish, qatilgandan keyin harbiy ta'lim tarbiya elish, behuda mag'lubiyat bilan qadam oxirlashgan inqilobni qilavermaslik. Chunki biz 50-yil va 2000-yilgacha bo'lgan 2000 kindik yo'q. Mushu 50 yil olibda 600 qatim inqilob qildik. 600'ning hammasi bizning mag'lubiyatimizga oxirlashdi. Shunga buningdan keyin qilmoqchi bo'lgan inqilob sistemalik askarga askar taqobil turmusi bo'lmagandikin, sistemalik askariy tarbiyadan o'tkazilgan milliy armiya asosimizni shakllantirib hujum qilamiz. Buning uchun vatanda imkoniyati bala chiqib, Turkiston Islom partiyasining askarligiga qatilish, askariy ta'lim tarbiya elish, askariy ta'lim tarbiyadan keyin ma'lum seviye, ma'lum songa yetib, Xitoyga urush ochilgudek bir muntazam armiya shakllanganda Xitoyga hujum qilishning to'g'ri usul ekanligini, Uyg'ur xalqining ozodligini birdan-bir chiqish yo'li ekanligini Sharq Turkiston Islom jamoati, ya'ni dastlabki qurilishki ismi jumuma. Hozirgi ismi Turkiston Islom partiyasi. Yani Maqsumning vafotidan keyin, Hasan Maqsum Rahimullahning vafotidan keyin Turkiston Islom partiyasiga o'zgarib ketdi. Buni jarayonni kichikgina buchuqlab beraman, uzun emas. O yerda Hasan Maqsum vafotulab Afg'onistonga nimalar hujum qildi Amerika bilasizlar. Hujum qilish jarayonida Pokiston bizning bolalarni tutib olib 28 balani Amerikaga sotdi, donasi $5000 Bu bolalar Guantanamo turmusida 10 necha yil yotdi, buningdan xabaringlar bor. Qarajim, gaplar oxirida kesdim. Ro'shan Abbos xonimlar yo'lni mengib,
Ahir qutulup azadlık çıktı. Ulanın kısmını Palau'da, kısmını Albaniya'da, kısmını Türkiye'de bazıdır. Ha. Qaracım, Muşu vafat bo'lgandan keyin Sharq Turkiston islom jamoatining adimi Afg'onistonda taqab ketdi. Ular qismini tutulup ketdi, qismini taqab ketdi. Ular Türkiye'ga, Yevropa hamma davlatga taqab ketdi. Ammo faqat Afg'onistonning uzdi turish imkoniyati bo'ldingiz bo'lmadi. Ular Pokiston bilan Afg'onistonning oliqida Vaziriston deydigan Pakistanning to'liq kontrolligida emas, Afg'onistonning to'liq kontrolligida bo'lmagan bir rayonga chekindi. Endi mushu rayonda bardoshlik birib kelgan milliy armiyaning asosini tashkillanadigan ballar shu Sharq Turkiston islom jamoatida mushu tashkilotda qolgan ballarning soni SDA 2000, 3000, 4000 qurolli odam yetgan tashkilot o. Afg'oniston urushidan keyin taqilib ketishi bilan bu yerda qolgan askarlarning soni 50, 60, 20, 30, 10, 20 qolgan vaqtlar bo'ldi. Jamoatning rahbarlik qatlami tashviqotini uzib qo'ymay qildi bular. Endi mushu jarayonda az bo'lsangiz siz har qanday davlatda bir jamoat tashkillantirib, shakllantirib tura olmaysiz. Jamoat shakllantirib turish uchun yuzlagan odamlarning bo'lishi kerak. U vaqtda Vaziriston bölgesida O'zbekistondan kelgan O'zbeklarning Turkiston partiyasi, ya'ni O'rta Osiyodan kelganlarning O'zbeklarning partiyasi, Muhammad Tahir Faruq degan bir odamning partiyasi, ya'ni bizning partiyadan ustun bo'lg'achqa az bo'lgan kichik qolgan bir narsa ko'p sonliqqa qaytilib ketadigan qoida bo'yicha Sharq Turkiston islom jamoati Turkiston partiyasiga qaytilib ketgan bo'ldi. Turkiston partiyasiga qaytilib ketishlik sabab bu jamoatning o'ziga kim kelgan vaqtda Qozog'istondan kelgan qozoqmi bor, qirg'izmi bor, uyg'urmi bor? Mushunda holatda bo'lgandan keyin Sharq Turkiston Qaracım, vakillik qilib qoldi ekan. Hozir buni Turkiston islom partiyasiga o'zgartirildi deb mush jarayonni o'zgartib, ya'ni ular keyin yana kuchib bizning odamlar bilan mustaqillikni saqlagudak bo'lgan vaqtda Muhammad Tahir Faruqning jamoatidan ayrılib ketdik. Şuna hozirgacha Turkiston islom partiyasi deb turyapti. Mush Turkiston islom partiyasi oylik, haftalik tashviqotlarda shu internetda vatandaşlar internetni ko'ralaydi shuni. İnternet siziqlari, vatanga kirgizish disklari, nurg'unlagan tashviqot vatanga kirishda üzülmedi. Mushi hijrat asosining tashviqotini boshdan oyoq qilganlar shular. Vatandagi mullalar emas. Qaracım, to'xtab etdim. Aniki qandaq tarix sharoitlarda shu tabliqlar kelib chiqqan yaxshi javob berdilar. Ham gapning po'stkallisi shu chog'da vatanga qan tabliqlarda chetlarga chiqib Iroq, Suriyaga hijrat qilish to'g'risida shu tabliqni boshlab sizning bakil shu tabliq qatorida shu nimani tabliq qildilar? Shu so'zga shu vatancha so'zgan tabliqning o'zini bir kiraylik shuningga. Boshqa temaga yana kiramiz. Ya qaranglar. Men vatanda biladiganim bizning Sharq Turkiston islom partiyasining Afg'onistonda askariy mavjudiyatida boshqalar bilan bilatdim. Vatanda biladiganim bizning Uyg'urlarning men Suriyada tashkilot qurganligidan xabarim yo'qdi. Iroqda urushayotganligidan xabarim yo'qdi. Men uningdan xabarim yo'qdan yo'q. Chunki men vatanda, vatan ichida iqrorlik bir telefon ishlatib boqmadim. Vay bir telefon bor, faqat telefon og'iluvdi. Ya qisqa uchur yozib o'tam. Uningdan boshqa ish qila olmaydi. Shu chog'da nima tabliq qildilar? Tabliq asosiy mazmunlar nimada? Shu vaqtdagi bizning tabliğimiz, shu vaqtda Xitoylarning besimlari bosh tutib ketdi degan vatandagi diniy olimlarda bilisizlar, vatanlari vaqa Xitoyga qarshi inqiloblar, partizanlik voqealar uzilib qolgan emas. Kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, viloyatlar, nahiyalar, Ramazonlar her ay her yılda biz vekan halkı şu 5 kişilik, 4 kişilik, 10 kişilik teşkillenip Xitaylarga zarba berish hareketimiz vatanda hiç zaman üzülüp kalmadı. Muşu zarba berish hareketlerinin hemmisi biz mağlubiyetiyle ahırlaşkan iken biz chet elden kirgen muşu urush teşvikatı, milli armiya kurup teşkillenip Xitayga qurolliq qarshi turish teşvikatideki Türkiston İslam Partiyasining teşvikatının ta'siriga uchirg'uchilar biz. Muşu ta'sirda Sharq Turkiston islom partiyasining tashviqotlari vatandagilarni hijrat qilib ketilish, askariy ta'lim tarbiya elish, muntizim armiya shakllantirib vatanni ozod qilish.
Ama ağlarının teşvikatı da bunda teşvikat yok insan dedi. Osman Deppay. Biz terbiye elip vatanını azat kılımız diyen vatandaki zulümge karşı teşvikatılan var. Ama ulanın teşvikatları içinde çıksanlı biz terbiyelenip, Kudüs'ünü azat kılıp, Şam'ını azat kılıp, Irak'ını azat kılıp, dünyanı azat kılıp, ben Xitay'a hareket kılımız diyen söz yok. Ben onu anlap bakmam. Vatanda anlığımız biz fakat silahını milli armiyada terbiyeleyimiz, Koral Irak'ta terbiyelerimiz, uruş kılıç yügütümüz, bizim sanimiz mukum, 4 bin, 5 bin, 10 bin yetse biz Xitay'a hücumunu başlayımız diyen teşvikat var. Bizden milli armiya sanimiz 10-20 bin yetse biz hücum kılıç filan kiler illi kurban hek namazını Kaşgar'da okuyumuz. Kiler illi hek namazını Kaşgar hekkarda okuyumuz diyen teşvikatla vatan halktan bilam emas. Fakat vatandaki azadlıkta telpingen halkının hemmenin kalbini lerzige sağan teşvikatlar şu. Mesela şu vaqtida şu to'g'ri tabliqlarni qisqacha bir minutlik bir deb baqsasak mazmunini. Mazmunu deb berdi hozir mana mazmuni shu. Bizning Bunlar mazmunimiz bizni qetlinglar. Biz 10 ming wonni vatan ikirmizde mazmuni shu oldi. Mazmuni endi Kelgan gapim vatandosh vasiligida mush gapni men anglab baqsam. vatanda men qaranglar. Suriyada Iroq qilgan tashviqotni men anglab baqmagan vatan tashviqot birligi men shohid bo'lmadim. Bizni anda Iroqda urushadigan, Suriyada urushadigan men urushdan xabarim yo'qdi. Fakat Sharq Turkiston İslam Partiyasining vatanda birilgan tashviqoti biz uchragan ta'siri chiqinglar vatanda Xitoyga ibtidoicha palto ketman ori bilan qo'zg'alab mag'lub bo'layverdik. Yani biz tattık faydını Xitoy eliverdi. Bunda bo'lsa bo'lmaydi. Biz vatanni qurolli azat qilish uchun qurilgan tashkilot, shunga biz sizlarni harbiy ta'lim tarbiya o'tganlarda pushurib o'tkazishga tayyor. Sizlar shu yerdan chiqib bizga qitilsanglar, biz harbiy ta'lim tarbiya elib askariy sonimiz kuchaygan vaqtda biz Xitoyga hujum qilib, Qashqarni, Xotanni, Urumchini azat qilamiz degan tashviqotga biz uçurduk. Hem de bizden vatanda askeri ta'lim terbiye eriş imkaniyetimiz bo'lmadi. Biz qanday qilsak qilib bir yerga chiqib, bizni bir yerga toplab, askeri ta'lim terbiyadan o'tkazib, bizga urush qilish, rasmiy milliy armiyamizni qurib chiqadigan bir tashkilot, bir rahbarga vatandagi mininglam emas, 40 ming xalqning hammasining ehtiyoji bor uningga. Shunga bu yerga chiqqanlarning esa hammasi savadsız emas. Sharq Turkiston İslam Partiyasiga qatilganlarni bo'lsangiz, Yishoyanni bitgan doktorlar bor, Nanjing dashiyosida o'qigan injenerlar bor, Beijing dashiyosida o'qiganlar bor. Hammasi Xitoylarning oliy maktablarini o'qib, vatanning ozodlikqa bo'lmasa bo'lmaydiganligini, Xitoylarning haqsiz u yerga qatlam, qirg'inchilik, har kun tutish, solash, nohaq kesishlarning hammaga chidamagan bolalar bor ularning, hammasi iqtidorli bolalar. Ularning hammasının arzusu bir milli armiya kurup çıkış. Onu kurup çıkıdığan urun. Vatanda imkaniyet bo'lmadi. Hem de chet elde Türkistan İslam Partiyasi şunu bir çeklik bir zemin imkaniyet mayardı ba meşagi çıkınlar da var. Sonra biz çeklik zemin bolsun eşyaya çıkıp harbiy ta'lim terbiye imkaniyetini elip vatanni azat qilish niyeti bilan aylangan. Yani vatandan bizning cihat hicret vatandaki şu hicret teşvikatı olsun, chet eldeki hicret teşvikatı olsun. Chet elge çıkıp uruş kılıp ölüp gitiş. Irak'ni azat qilish birish. Suriyani azat qilish birish. Ma teşvikat mında bizga muhtaç o'ylamoqlik. Ularning bizning teşvikatını chiqqan Suriyani azat qilamiz, Irak'ni azat qilamiz degan so'zni qilmoqlik ularga. Biz sizlarni ham saqlavatimiz. Adam sanimiz, qurol sanimiz milli armiyani shakllantirish yetgan vaqtda biz sizlarni faqat milliy armiya shakllantiradigan o'rin, zemin, makonni Allah bizga berdi. Mushuni ta'minlash imkoniyatimiz bor. Mashaq yetib chiqqanlar harbiy ta'lim tarbiya adolaydi. So'ng vatanga birlik hujum qilamiz, azod qilamiz degan mush tashviqot bo'lg'achqa, ular asosan Sharq Turkiston milliy armiyasini qurib, askariy ta'lim tarbiyani uyg'unib vatanni azod qilish uchun ijrat qilganlar. Ularning maqsadi Amerika emas, Iroq emas, Afg'oniston emas, Suriya emas. Ular ta'lim tarbiya elib vatanga qaytib, vatanni azod qilish imkoniyatidan atlangan bolalar ular. Bizning shunda. Meningmi chiqibmi chet eldimi men
vatandan tatip chet elgachilar mush diniy tashviqotchilik o'rnimda men yo'qotib qo'ymadim, yo'qotib ketgan vaqtim yo'q. Shukrani har doim ba xatoliqim bilan, to'g'riliqim bilan. Men Sharq Turkiston Islom partiyasiga bo'lsin, qarindoshlarimizga bo'lsin, bir qatimliq so'zamdimi? Vatanni unutib qolsa bo'lmaydiganlik. Biz vatan uchun, vatanni ozod qilish uchun atlanganligimiz, onamizni Xitoylarning bosqinchilik qilayotganligi, ota-singillarimizni Xitoylarning bosqinchilik qilayotganligi, vatandagi asli bizlarni tug'ib qo'ygan, sili bizni askar o'g'ida, qurol tutqidek holatga ekib qo'ygan onalarimiz, dadalarimiz biz uchun bedel tülayotganligini, bizning farzil en jihadimiz, biz urushmasak, Allah hesap oladigan farz urushimizning Iroqda emas, Suriyada mı emas, Afg'onda mı emas, Sharq Turkiston, Uyg'uristonda ekanligini men xalqimga boshdan oxir eskartib keldim. Bu mening eskartib emas. Qur'onni shundoq buruydi bizni. Uyg'ur xalqining Iroqda mı farz en urushi yo'q. Suriyada mı farzil en urushi yo'q. Afg'onda mı farzil en urushi yo'q. Kur'an kitap, Kur'an Allah'ın kitabı, İslam bizden dinimiz olası Kur'an'da kökünmüş o. Hoş. Ama Uygur'un üstündeki uruş, periz uruş, Uygur'un erlerden mi sorulduğun, ayallığı mı periz kılındıgan, kariz dağlığı mı periz kılındıgan, yigitler atanısını sormayı keteleydigan, kariz dağla, karizini beğenmeyi kesip buluduğun periz kılındıgan uruş, Uyguristan'ın uruşu. Hoş. Qarajim sizlikte bu programı uzarıp ketdi. Cemi 9 savolda hozir 4 savol tugidi. Qolgan savolni keyinga qoldirildi. Abdurajak aka hozir so'raganimiz Qarajimdan hozir men so'ragan savolga bergan javob nisbatan sizniki qanday fikrlaringiz bor? Mushni anglab so'rini tugidi. Programni tugidi. Bu yo'q gap bir yerga ketdi. Nadan boshlandi bu gap? Nada to'xtadi? Sirandi. Qarajim uchiq dedi. Ben o hicret vatandagi chaqda hicret tashviqotini qilmagan dedi. Siz hicret tashviqotini qilibdiki deb taklif qilsiz bu qarim o vatanda undaq tashviqotini qilmabdiki, balki chet elga kirgan shu hicret tashviqotiga ta'sirga uchrabdiki o'zi. Yaptıydı. Endi bu qarim vatanda, masalan Xotanda tabliq qilib, Suriyaga ketinglar, Afg'onistonga ketinglar, hijrat qilinglar, jihad qilinglar deb tabliq qilmabdiki. Qilmagandan keyin endi bu qarim o'zini haliqi Gumshandanning mollalar qilmadi uni mujohid bollik qildi deb bunda turib olmasligi kerak. 56 ming masjidki Gumshandanning mollalar tashviq qilmamdi deydi. Bu bak sodda gap. Xitoy hargizmi unda haliqi unda u darajada sodda emas Xitoy. Mollalarni chiqib sizlar hijratga tashviq qilib beringlar deb o'tirg'i chiqarib, mollalarni unda qisqsanmaydi. Mollaning soldigan ishi boshqa. Gumshandanning uchiq oshkor maosh elib, masjidda imomlik qiladigan mollaning boshqa kechib yurib qiladigan bir mollalar bor. Vücudun keçip yürüp cihat kılıdığan. 97-yıldaki G'o'ldagi yoshlar mashrifini, madaniyat o'ltirishni diniy jamoatga aylantirib, keyin diniy cihat nomiga aylantirib atganlarni boshqa shahardan kelgan, keçip kelgan mollalarning qo'li bor. Uni nati guvohchilar bilan anglag'liq men shu vaqtda Qirg'izistonda yetdim, shu G'o'lji qarli qirg'in bo'lgan chaqda. Shu Açta keçip kelgan nom bilan qiladigan mollalar bor. Biz Gumshandanning mollalari, istixborot ishlaydigan mollalar degan chig'imizda masjiddagi uchiq oshkor mollani demaymiz. Masjiddagi molla degan kasbiy xizmatchilar ular. Gumshandanning maoshini qilganlar. U istixborot emas, uchiq oshkor xizmatchi xodim. Ammo açta mujohid nomida, jihad nomida tabliq qiladigan qechib yurib, jut qechib yurib tabliq qiladigan bir xil mollalar bor. Buni tutmaydi. Yok. Akesser türmük binatçıyı solap koyup verip yeni bir jutun çıkıdı ondak mollalar. Bu kiler katımlık mı? 5. sual neymiş sual düşüyor? Bu sual ne? Kim toxtaydı? Endi bu sualni siz hazır ma Qarajimdan so'radingiz. Qarajim qo'pib ondak ishni mollalar qilmadi degandan keyin men dish to'g'ri kelib qoldi. Qarajim birinchidan o hijratga tashviq qilgan adam chiqatgan odamning orasida yo'q-ku. Bu odam uni qilmabdi. Qilgan bo'lsa men majumlan deb hijratga adam kuşkutkantim desi bu dedi, onu demeli. Men ta'siriga uchirgantim deyotdi. Endi qo'pib mollalar qilmadi uni. Uni shu chet eldagilar tashviqot qilib, qiziqtirib ochiq deyotdi.
mayli chet eldagilar qilsin, mayli vatandagilar qilsin, shu hijratga tashviq qilib, nihoyat qiziq turganlarninki g'o'lliq bir qismida ya o'zi bevosita Xitoyniki istixborot bilan munosabatli bo'ldi, yoki bo'lmaydi vositalik boshqalarning taklifi bilan u xizmatni ishlaganlar bo'ldi. Masalan, Gollandiyadagi Husayn Qari tajalli deb nom qo'yib olgan Husayn Qarining o'zimi 2014-yili intayin jiq tabliq qilgan. Shu qarimniki xotin bolalarimiz shu Yunnandan piyoda chiqqanlar orasida Gollandiyagacha kelgan qarimniki ayoli shu hijratchilarning orasida bor. Shu qarim deb berganki, kundalik so'zlagan tabliğlarimni, diniy tabliğlarimni 1 million qatimgacha odam ko'rdi, vatandagilar ko'ra oladi deydi. Xitoy cheklama deydi. Ashta deb bergandi. Ya'ni demak, men qarajim bak soddika o'zi naati bak ashu dinga bak qattiq bog'langan dinni naati o'zining aytayotgani rost. Bizniki Şamda, Irak'ta, Afganistan'da hech qanday yerda bizga jihad yo'q. Jihadning farzi ayni vatanda degani bu haq Qur'onning o'zining hukm bo'yicha haq gapni qildi bu qarim. Mayad deyotgan gap emas, o'zi yolg'iz tabliq qilsin, shundaydan qachonli bo'lsa shu Xitoyni Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarish jihodi deb shuni so'zlaydigan odam bu. Ammo vatandagi vaqtida hijrat tabliq qilib, hijratga odam kuch qutganka degan gapning o'ziga siz qo'p mo'sha odam shu qatorda borka deb taklif qilgansiz. Bu odam emasga, emas adresini siz bu yerga ochiq qilibsiz. Qarajim mandaq bugünkidek so'zni so'zlaydigan ish bo'lsa, ya o'zi yolg'iz bir ekranga chiqib, siz ayrim so'zlashingiz bo'ldi ekan. Savoldan 4-5 tayyorlab qo'yib, so'zning qarinda qo'yib bersangiz, toza so'zingiz bo'ldi ekan. Ya o'z yolg'iz chiqib shu temalarni so'zini bo'ladi ekan. Ammo Xitoy unchola ahmaq Xitoy bo'lgan bo'lsa, hamma narsaga shundoq shu uqmay hangiq qilgan Xitoy bo'lgan bo'lsa, Xitoy bizning vatanimizni ishg'ol qilib yurmaydi. Xitoy eng döt vaqtida bizni ishg'ol qilib olgan. Xitoy shundoq döt paytimizni ta'tir yo'gab yuradigan chog'ining o'zida bizning Temur xalifalarimizni, bizning G'o'ziyaz hojilarimizni, bizning Sobit domlalarimizni, bizning Ahmadjon Qosimlarimizni usul o'ynatib vatanimizni ishg'ol qilib olgan Xitoy. Hozir Xitoy deganniki dunyoni ishg'ol qilaman deyapti. O bizniki vatanda emas. Hey Amerika sen chekin, bizning tarixing oxirlashdi, dunyoni Jungu idora qiladi deydigan ma saviyada hozir Xitoyniki taraqqiyoti saviyasi aqli. Shu Xitoy bir asr avvalgi vaqtida shunda 4 vaqtida bizni ishg'ol qilib olgan shu Xitoylar bizni har zaman har xil usulga dastidi. Qarindoshlar, atiq gapim yo'q. Qarajimga bu ikkinchi savolniki mazmunini unutib qoldim men. Uni menga demabsiz, uni qarajimga deb ekansiz. Hijratga siz qanday tabliq qildingiz? Hijrat qanday boshlandi deb ekansiz. Qarajim unga javob berdi. Hijratni men tashkil qilmadim degan ekan. Qo'ydingiz, rahmat. Qarajimga ekranga chiqishni oldimi degan ikki yangligi. Har biringiz 5 minutdan 5 minut vaqt beraman. Bir so'zlab unda 15 so'zga vaqt deb turib qarajim necha qatim to'ssam so'zlab gapini kessam to'xtamadi bu odam hamda. Yani bu riyosatchi bo'lgandan yaxshi bo'lmaydi ekan. Bo'libdi deb ana shu hozir 5 savoldan keyingi savollarda bor. Iroq Suriyaga qarajimni kiribdi ekan, shu narsani to'q so'raydigan narsalar bor, yana savollar bor. Kelar qatorliq suhbatda deb qo'y qarajim, cho'qim vaqt belgilab beraman 5 minutdan eshib ketmasin. Savolning o'zi kerakda, uni u yoqdan bu yoqdan cho'rtib, vatani bo'layotgan ahvollarni sizga hammamiz qo'shaqat anglash. Lekin men vaqt uzrab ketgan, begam uzrab ketib qoldi. Savolning o'zi kerakliklar qatamda. Shu bugungi suhbatimiz mishagichi bo'lsin. Bo'lsa suhbatga jarayon ismi chiqqan odamlar bor hozir chet ellarda. Shular chiqib ekranga suhbat qilganmiz, tex yaxshi bo'ladi. Mamtin Hazratning bor Turkiyada, Uyg'urda qishib yuradi. Texim bo'ladi, avval degan. Ashta Mamtin Hazratlar, G'ulom Osmonli, Abdulla Nurojimlar, ashta chiqib millat javob berish kerak bu narsanikida. Ular chiqmoq qishib yuradi, hamma yerda qapqas Uyg'urning kes qachidi. Ekranga chiqib qolsa hammadan tanlaydi. Chiqa ekran paranglish baqiladi desa, ular xuddi xalqni tanqidlasa bo'ladi. Ularni biz tanqidlasak qalpoqdayga. Bu qanday mantiqa bu? Biz bu xalq o'qigan kitobni biz o'qiy olmaymiz. Xalqning qilishgan savolni biz so'ray olmaymiz. Xalqning savollarga asos yozgan narsa o'qirkan savol tug'adigan gap. Bu narsanikini. Biz xalqning shaxsiyatiga kirmadik, yana deb qo'yaman. Hech kimning shaxsiyatiga kirmayman, hech kimning xarakteriga kirmayman. Faqat vatan millat oldida hamma odamning mas'uliyat majburiyati bor. Sen tashkilot qurding, sen hukumat qurding, sen yan biznes qurding, jihad chaqirding, nima qilding? Millatning oldida javob ber. Qilayotgan ishingdan. Bizning shaxsiy iqtisodingga yana bir narsa kirmadik. Millatning oldidagi mas'uliyatdan javob ber. Millat bu qadar chechib ketsa bo'lmaydi. Bizning deyotgan nuqtamiz bu.
Bunu desem bu da kalpak eder kas sen kim o? De bizim sualını soruyalayımız. Bizim soruyalayımız sualını ikine. Va milletin ilgisi var. Kichkina 5-6 odamni qo'rib aytgan atrofiga qo'riqdakni qo'yib lakin hammaning o'zini cho'ng ko'rib. Bizdan bo'lmaganning niyati yomon Ya endi bu qaynab qaldığımız ukan. Mahmut kemi bilan hech qanday munosabati yo'q dema. Uni qaynisimiz o'zimiz ashulaga munosabatli odamni taklif qilib, mesela şu munbar taqilib ketganda 40 tashkilotning odami bor munbar. Shu munbarga qatnashgan odamlar ochiq suhbatlashib qilishimiz bo'ldi. Ama hozir mayada qaynamang, mana qo'shib qo'ymang. Bu biz faqat Suriyadagi ishlarning bugungi xulosasini deysak bo'ladi. Bu gapni hozir mana qo'shib qo'ydingiz, qaynab qilib o'zingizcha. Ben so'rag'achqa javob Onu siz dediniz ki o öyle ki sizdeki fikirlerinizi okudum, koygan demelerinizni. Ben xat yazsam cevap vermedi dep onda çıkıp kaynamayısınız. O çıkıpla sen desen bulduk ya, haklısın bulmam dike dep münazaraşsanız başta ziddiyet kirip kalsınız. Bir adamla ziddiyet kirip kalgan deken onuşmak ters. Bundan kelganda paranglaştı chiroyli o'tirib. Evet, ziddiyet kirip kalsınız onuşmak ters. Ziddiyet kiriş yaxşı emas. Ben bu ziddiyet jiq kirgen. Ziddiyetini çıkıp bulanmay hazırma şekip kaldım ben bu. Ziddiyet kiriş yaxşı emas. Ziddiyet chiqsa, ziddiyet hal qilishning birdan bir chorasi chiroyli dialog qurib paranglashish bir narsanikini. Paranglashmay qechib yuzib qap qolsa, ziddiyet adovat Hadi bu başta keçip yürüp deyen gepimiz moşum yaxşı emas. Hazır moşu geplerini anlaydı ola. Anlısımı andakin teknimelikli bir xil katir reaksiya qilishga boshlaydi. Andakin shaxsiy ziddiyetim yo'q deysiz. Hech kimning shaxsiy ziddiyati yo'q. Moşu ben vankatip deydigan moşu odam bilanmi shaxsiy ziddiyat yo'q. Shaxsiy ziddiyat qanday bo'ldi? Onun bilan binas talışıp qolmadim, pul talışıp qolmadim. Onun bilan oshni talışıp qolmadim. Hech qanday binas talışıp qolmadim. Fakat hatta mansabni talışıp qolmadim. Mansabning tamoyim yo'q. Fakat durus mangduduq, durus mang degan taklifga qarshi o'yin diye, haftalık o'yin diye şunun bilan ziddiyatlaşdik. Hozir uçuşqa salamlaşmaymiz. Mana shaxsiy ziddiyatga aylandi. Bu yoki shaxsiy ziddiyat desa boshqa, o milliy masalada ziddiyat desa boshqa emas. Yuğurlup tutuldu. Biz adam bo'lgandan keyin oldi bilan millat namasini o'tirib qo'ysiz. Ashla degandek sizniki gapingizni tingishmabdi. Siz taqasınız ekranga chiqmabdi. Andan keyin siz uni postbok yozsiz. Qechib juydan sen o'zingni qacho'dan xalqdan qilsang bo'ldi ekan, men qilsam bo'lmamdi ekan. Men bilan gaplashamayman deb mundaq bir inkosini yozsangiz, andan keyin o'li qo'pib ekranga chiqib o'zini ekranda so'zlaydi, daritmalab. Andan keyin sizga o tegidi shuning bilan shaxsiy binasiga aylandi bu. Şunlaşqa akam, sizin başınızdan ziddiyatda baş tuncu olup kurultay bilen ötdi sizin başınızdan ziddiyat. Şu Ayşe Yusuf'nki qarı sandığını macerası bilen kurultay bilen ait eğir bir nime kirdiniz. Asli aşağıda bir tecrübe gelişiniz gerekli. Bunun keyinki işlerde çünkü bu meselelerini siz bilen ben hal qilib olamaymiz. Chet eldeki meselelerini siz bilen biz hal qilib olamaymiz. Bir narsa shuni aniq yozdi, xalq bilsin debchi. Xalq bilsin deb yozyapmiz bir narsani. Sizniki hozirgi bu ekranga ekib, ekranga adam taklif qilyapsınız, nəhayət yaxşı oldu. Bu siz tarafsiz, ma'lum tashkilotning tarafini tutmaysiz. Bir xolis erkin jurnalistga o'xshash bir uslubni o'tirib qo'ydingiz, bu yaxshi. Siz moshini rivojlantiring. Eng yaxshisi o'zingiz tarafsiz bo'lib, ziddiyat kirmang. Ziddiyat bo'ldigan tarafga akirmay turib, shu xolis turib, masalan, Qarajim bilan men urushib qolgadim emas. Voy do'stim, jon do'stim deyishib ketamiz. Ama Qarajimning o'zi vatanda hijratga odam chaqiribdi degan gap nihoyat g'ulg'ul bor. Shunlashqa bu Qarajimni Xitoyning deb usul o'ynagan mollamdan bisika deb ko'nglimda bir xafal qilyapti. Hozir o'zi dedi, men u yerda hijratga taklif qilmadim dedi. Endi demakki bizning shaxsiy Qarajim bilan hech qanday shaxsiy ziddiyatimiz yo'q. Ama millat meselesi bilan balkim ziddiyat kirib qolsa, bundan keyin kirib qolishimiz mumkin. Anki millat meselesinden ziddiyat kirimiz, ondan keyin salomlashmaydigan bo'lamiz. O shaxsiy masala emas. Shaxsiy masala berib topildi. Odam o'zining ichida bir shaxsiyatingiz bor, sizning ko'nglingiz bor. Siz taklif beribsiz, javob bermabdi, sizning ko'nglingizni tekkandan keyin o'tirib chiqiribsiz, yozgan gapingiz ularga eg'ib tegibdi, ular chiqib ekranga chiqib so'zlabdi, shuni sizga texnik tegibdi, mo'shning bilan o'yliki ziddiyatga aylandi, shaxsiy o'chmanlikka aylandi. Başka ne etmez. Bulduğun da aslında temenin arkasını uzatıp peki ama anlaydıqanlarım elbette. Söhbetimiz müşahit oldu. Erken münazir olgan bu başka hiçbir Maqullar. Bulduğun da aslında Qarajim qapanmaysiz, Abdullah Qarajim. Vaqirab qo'ydim men azaq ovozimni qulog'im sal yaxshi anlamayotdi shu, shunga o'lik yaqib qo'ydim. Maqullar. Kiler katılıq programının birinci suali vətəndaşlıqqa chetlarga ijrat qilgan mollalarni hukumat tutmay
Aşının kaç tuğana tutken sualdan başlayımız. Bir Tamam. nurgun sual çıktı. Bunun için yana muvaffak soru kapas tallayımız. Kilere sandı. Şucalık bir şey. Hemen Buldu. Makul Allah'a emanet. Hoş emse.